Oddiy savoli, qiz bolaga nimaga erga tegish kerak? Ko'pincha bunaqa erlarni xotinlar tashlab ketadi. O'ziga ishongan odam avtobusda yuradi, bunday qarang. Qo'yib qo'ygan hamma narsaga. Ему pofik. Chandiqqa 2 marta tiqqandan bo'shatib yuboradi. Это kayf, это не kayf. 10 ta ayoldan ham tug'diraveradi. U bola qanaqa o'syapti? U farq qilmaydi. Ayollar уже ko'chaga yalang'och chiqyapti. Jinsiy olatni protez qo'yish 10 minut oldin men baxtli bo'lgan bo'lishim mumkin. Hozir baxtsiz bo'lib qolishim mumkin. Assalomu alaykum hammaga. Bizani savol bor ko'rsatuvimiz navbatdagi mehmoni Rasul aka. Hozir o'zlari bilan yaxshilab tanishib olamiz. Undan oldin sizlardan bitta iltimosim bor. Albatta bizani qo'llab-quvvatlash uchun, bizga energiya yordam berishingiz uchun podpiska tashab qo'yinglar, like bosinglar va kommentariy qoldirsanglar bo'ladi. Nimaga? Chunki hozir shunaqa yondiradigan temalarni gaplashamizki, shunaqa odamlarda yonadi. Shunaqa. O'shaning uchun albatta oxirigacha videoni ko'ringlar, juda ham qiziq bo'ladi. Biz boshlaymiz. Rasul aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yana bir marta juda ham xursandman sizni ko'rganimdan. Rahmat. Ko'plari meni уже tanib qoldilar. Menimcha, like'lar juda ham ko'payib ketdi. Oldingi ma'ruzalardan yaxshi yig'ib oldik. Онколог, уролог, репродуктолог, оперирующий андролог, скажем так, сексопатолог, семейный психолог. Hozir mana shu hamma logolaringizni tushuntirib berasiz endi nima qaysi biriga tegishliligini. Xo'p, Rasul aka, avvalambor yana bir marta sizga kattakon rahmat. Bilaman, o'sha, по-моему, bir yarim soat kuttirdik sizni hammasi tayyorlagunimizcha. O'tgan safar siz chaqirgan edik, o'tgan safar podkast olgan edik. Shaxsan menga juda ham yoquvdi. Shaxsan menga ham juda ham qiziq bo'ldi. Aytganingizdek zo'r temalar ham ko'tarildi. Like'lar ham, prosmotrlar ham bomba bo'ldi. Endi bu gal yaxshilab yana bir marta yaxshilab tanishib olishimiz, nima bilan shug'ullanishingiz va yana yangi temalar ham tayyorlab qo'ygan edim. O'shalarni ham ozgincha muhokama qilsak zo'r bo'ladi. O'tgan safar ham aytdim, bu gal ham qaytaraman. Savol kulgili bo'lishi mumkin. Chunki siz doktorsiz, siz shu narsani o'qigansiz, sizga kulgili bo'lishi mumkin, lekin men oddiy xalq ko'zi bilan, oddiy odam ko'zi bilan qanaqa bu narsalarni ko'rayotganimni aytaman va sizdan so'rayman. O'shaning uchun oldindan uzr so'rab qo'yaman, kulgili savollar bo'lishi aniq. Men ham oldindan uzr so'rab qo'yaman. O'zbek tilida ozgina qiynalib gaplashaman. Harakat qilaman o'zbek tilida tushunarli qilib gaplashishga. Inogda ruscha so'zlar kirib ketadi. Mayli. Это привычка. Mayli. Главное, чтобы было понятно. Да. Hammaga tushunarli bo'lishi uchun nabолевшая tema so'raydigan savollaringizni asosan mana shu bizani aholida hozir yurgan, как скажем, плавающие темы, o'sha temalarni ko'taradigan bo'ldik. Sizlarga kelishi qiziq tema, разбор будет полетов. Да. И men sizga предложение berdim. Oldini o'sha hozir Instagram, YouTube'da yurgan bir kimga nimadir qiziqib qolgan bo'lsa, если нужно экспертное мнение, ikkalamiz o'tirib, вы как тоже тренер, маркетолог, по-моему, да, вы? Да, маркетолог, я как тренер, психолог, семейный психолог. Это все базируется bular hammasi o'sha mana loglarimda onkologiyaga, потому что nima deganda onkologiyani o'zi kelib chiqishi ham psixologiyaga kelib taqaladi. Kardiologiyadan ham kelib chiqishi ham o'sha hozir tasdiqlanyapti, psixosomatikaga kelib taqalishi. Ko'p og'ir kasalliklar ham o'sha psixosomatikaga kelib taqaladi. Buni ham gaplashamiz, psixosomatika. Bular ham gaplashamiz. Da. Xo'p, o'sha aytganlaridek, albatta o'zingizga qiziq bo'lgan savollarni kommentariyada yozib, hozir o'zida pauzaga qo'yib yozib qo'yaversanglar bo'ladi. Xudo xolasa, savollar ko'p yig'iladigan bo'lsa, 3-marta ham yana kelishga majbur bo'lasiz. Xudo xolasa. Bo'ldi, yordam beramiz. Kelishdik. Xo'p, Rasul aka, birinchi loglarni tushunib olaylik. Qiziq bo'lgani urolog. Nima, rostdan ham nima ish qilasiz? Men urologsiz, urolog bu urolog eshitamiz, urologga borgan, urologdan tavsiya olishing kerak, bola bo'lmasa ham urolog, hatto orib qolsa ham urolog. Nima ish qilish kerak va siz nima ish qilasiz? Urolog degani uro sidik и logos nauka. Demak, bu o'sha sidik ishlab chiqarish a'zolar organlariga bu pochka, sidik qopi va sidik chiqish yo'llarini
kasalliklarini davolaydigan urolog hisoblanadi. Davolaydi. Ha. Tushunarli. Endi hozir qarang, ko'p narsalarni tushuntiramiz desak, уже полностью Instagram, YouTube hammasi to'lib yotibdi. Ha, menga просто shunchaki juda yengil bo'ldi hozir. tushuncha bersangiz bo'ldi. Ha, 6 oy oldin bunaqa narsalar yo'q edi. Rivojlanib ketdi, искусственный интеллект, hamma savol искусственный интеллектdan javob beradi, kelyapti. Уже искусственный urolog ham chiqyapti, искусственный onkologlar ham chiqyapti. Bizga bemorlar kelishadi, уже tayyor sxema lechения bilan. Bitta ko'rib bering deydi. Ha, bitta ko'rib bering. За ваши деньги любой каприз ko'rib beramiz. Xo'p, urologga tushundik. Androlog. Andros bu erkak. Andros erkak. Logos nauka. O'sha erkaklikni o'rganib chiqadigan va erkaklikda xususiyatini buzilish olib kelgan sabablarni davolaydigan mutaxassis. Bunga вообще bu smejniy hisoblanadi. Smej degani 3-4 ta soha qo'shiladi bunga. Endokrinologiya ham qo'shiladi. Nima deganda asosiy erkaklik degani bu gormonalniy fon to'g'ri ishlash kerak. Erkaklik degani o'sha erkak vazifasini bitiradigan soha, jinsiy nimasi, funksiyasi, vazifalari, reproduktiv vazifalari, bola bo'lish emas, reproduktiv, to есть mana shu o'zini erkaklik vazifasini bajarishda buzilishlarini androlog qaraydi. Buni desak, andrologga qarama-qarshi ginekolog qo'ysak bo'ladi. To есть gina это ayollik, andro это erkaklik. Seksopatolog. Seksopatolog, endi seksologiya desak, seksologiya bu faqat seks degan emas. Bitta katta bir noto'g'ri tushunish ketyapti. Seks degani bu взаимоотношения полов. Jinslar aro aloqa. Xo'p, Bu faqat jinsiy aloqa degan emas. Jinslar aro. Bunga psixologiya kiradi. Xo'p, взаимоотношения hammasi. Xo'p. Ayollik bilan va erkaklikni orasidagi bo'layotgan garmonizatsiya kiradi bunga. Bir-birlar Chiqishi kelib chiqadi. И построение гармонической пары. Bir-birlar maza qilib yashash uchun muhit yaratish. Bir-biridan qoniqib, Rozi bo'lib, qoniqib degani, qarang, игра слов. Qoniqib degani faqat seksualniy qoniqish emas. Морально. Да, chunki уже aytdik, что именно seksologiya Сразу degani. надо определить, sexologiya это не изучает секс. Tushundim. Bo'ldi. Seks degani bu jins degani. Da. Jinslar aro. Da. Faqat jinsiy aloqa emas. Bunga nima yordam berishi, bundan nima ta'sir qilishlarini hammasini o'rganadi, shu narsaga javob beryapsiz. Xo'p. Onkolog nimani o'simta? Qanaqa? Onkologiya, onkos bu o'simta. Bu o'simta yaxshi bo'ladi, yomon bo'ladi. Operatsiya qilasizmi? Operatsiya qilamiz. Jarroh. Okay. Endi muhim narsasi, men o'tgan safar gaplashgandek, bu gal endi boshlaydigan mavzuyim o'zi seksologiya. Eng qiziqarli, eng zamonaviy, eng muhim narsa ham desak bo'ladi. Asosiy hozir mana bu sotsiumda ko'p narsa o'zgarib ketyapti-ku. Odamlar o'zini люди теряют покой. Tinchligi yo'q. Tinchlik kam. Da. SDVga juda populyarni bo'lib ketdi. SDVga agar kimdir bilmasa, это синдром дефицита внимания, гиперактивности. Hozir juda populyarni bo'lib ketdi. Uning ham turlari har xil bo'ladi ekan. Endi tushunadigan odam uchun. Tushunadigan odam, да, всё личное, у всех свой личный SDV-GDшник дома. Xo'p, qarang, bizda umumiy o'zida, ijtimoiy tarmoqlarda ham o'zi, hammada ham, lekin aslida meni fikrim bo'yicha muhim narsa oila qurishni boshlayotganingizda yoki oila qurishga kelayotganingizda buni tushunasiz. Tushunmasligingiz mumkin. Yo'q, noto'g'ri aytib, tushunmaysiz. Bu kerakligini, muhimligi o'shanda ko'rinishni boshlaydi. Men shuni aytmoqchi edim. Nimaga degan savol bilan boshlash kerak har doim. Oila qurmoqchisiz-ku. Ha, o'z birinchi savolim shu. Nimaga?
motivatsiya bo'lishi kerak. Din taraflama qaramaylik buni. Yo'q, чисто fiziologiya. Fiziologiya, doktor taraflama qaraylik. Sotsialniy tarafdan qaraymiz. Как семья, ячейка, общество deydi-ku. O'shanga qaragandan keyin hozirgi zamonda ko'p narsa o'zgarib ketdi. Ko'p narsa. Ценности nima dedingiz? Qadriyatlar. Qadriyatlar o'zgarib ketdi. Qadriyatlarning o'rniga super qadriyat paydo bo'ldi. Yolg'on qadriyatlar ko'payib ketdi. O'sha Putinsa bo'lgandan keyin ham hozir bizani jamoada jinslar aralashib ketdi. Jamiyatda jinslar aralashib ketdi. Nima deganda oldingi vaqtlarda bu oila qurish tabiiy bir holat bo'lmasdi-da bunga. Tabiiy holat. Oila qurish kerak. Birgalashib o'sha qurish kerak, uy qurish kerak, mashina olish kerak, bola o'stirish kerak, birgalashib. Hozirgi zamonda hamma o'zi-o'ziga to'q bo'lib qoldi. Zachем degan savolga nezachем degan ответ paydo bo'ladigan bo'ldi. Jamiyatda shunaqa narsa da hozir уже ko'payib tarqalib ketyapti. Endi hamma o'ziga o'zi bemalol o'zini qondirib boshladi. Bu ekonomический. Mana misol oddiy savoli, qiz bolaga nimaga erga tegish kerak? Nimaga? O'sha erkak bunga защита qo'riq beradi, защита, xavfsizlik, moliyaviy tarafdan. Hammasi umumiy xavfsizlik baribir. Yo'q, moliyaviy boshqa, xavfsizlik boshqa, komfort boshqa. Tushuntira oldimmi? Tushuntira oldingiz, lekin hozir ayol kishi o'z-o'ziga xavfsizlik qila oladi, o'z-o'ziga tura oladi. Xo'p. Yonida turish kerak emas uni. Xo'p. Qo'riqlash kerak emas. Qo'riqlash kerak emas. O'z-o'ziga pulni topadi. Xohlagan pulni topadi. Erkak kerak emas. Ha. O'z-o'ziga komfort qiladi. Ha. Erkak nimaga kerak endi? Erkak kerak emas. Kerak emas. Da, erkak kerak emas. Endi ayol kishi потребительga o'tib ketdi. Xo'p. Unga iste'molchi kishi iste'mol qilyapti erkakni. Qo'shimcha qanaqa narxi tushib ketadi shundan keyin. То есть ценность мужчины как добытчик, защитник degan narsalari eski, ya'ni ovchilik kerak emas. Ovchilik уже ayollar ovchi bo'lib ketdi. Ayollar o'chib ketdi. Erkaklar bo'lsa, zamonaviy ekonomika shunaqa ketyapti, они больше заняты уже защитаga, topishga, безопасность, у них больше усилий уходит. Zamonda. И erkaklarga лишний ayol kishi kerak emas уже. Лишний объект для защиты, shaxsiy лишний javobgar, mas'uliyatda qo'shimcha. Mas'uliyat, bu qo'shimcha mas'uliyat. Jamoat даже bunga hozir qo'llab-quvvatlamaydi. Eski zamonlarda jamoat oilani o'zlari quvvatlab, o'zi qarab, yordam berib, to'yiga yordam berish, hamma tashkillashtirish. Hozir bosh og'riq. Hozir uylanish kerak nima uchun? Kimdir uchun. Ko'z uchun. Kimdir uchun uylanish kerak. Mana hozir biz bepushtlik bilan shug'ullanamiz ko'p. Asosan menga keladigan idiopatik bepushtlik deyiladi. Bu sababsiz degani. Tagidan kelib qarasak, psixologiyaga kelib qarasak, bular tug'ishni maqsad qilib qo'ygan. O'zi ichidan xohish yo'q. Kelinda xohish yo'q, bolada ham xohish yo'q. Это lishniy a'zo, uni boqish kerak, olish kerak, pampersni olish kerak, ovqatni olib berish kerak. Bu psixosomatический blok beradi. Nima unda maqsad qo'yapti? Maqsad qo'shnilar so'rayapti. Yo'q. Uydagilar qachon ayol kishida nima maqsad qo'yapti unda oila qurish? Qolmayapti. Farzand ham kerak emas bo'lsa. Farzand ham kerak emas. O'zida farzand kerak bo'lmasa. Farzand ham kerak emas. Yo'q unaqa. O'zidan berib yuboradigan zapas gruz yo'q. Например, oldin farzand nimaga kerak? O'zingizga mana bir tajriba orttirdingiz. Mulk o'zingizga yetmayapti. Kimga qoldirasiz? Tushuntira oldimmi? Xo'p, da грустная tема, но qani mantiqiy tushuntirib berdingiz. Mantiqiy tushuntirib berdingiz. Erkak kishida ehtiyoj yo'q, qo'shimcha mas'uliyat olishga. Ish ko'p. Zamon qiyin. Seks kerak bo'lsa, bor. Qilib olibdi. Bor. Hozir shunaqangi rivojlanib ketgan, уже искусственныйlar oshib ketdi. Bu tushunarli. Ayol kishida Hatto bu shuni deb so'rasangiz-da, bu ham yo'q, buni hozir chuqurlashamiz, lekin mana ayol kishida ham ehtiyoj yo'q erda, chunki xavfsizlik kerak emas, o'zini o'zi ta'minlaydi, o'ziga qulay variantlar bor yashashga. Erga tekkanda ham o'sha ayol hamma narsasi bor, endi o'ng bilan boryapti, er kerak dedi. Er kelgandan keyin u постоянно unga
otsenka berib boshlaydi. Yo'q, hozir o'tiring. Hozir siz shoshyapsiz. Уже siz aytyapsizki, hozir mana biz mantiqiy oilalar buzilib ketadi. mana mantiqiy biz hozir tushunyapmizki, ehtiyoj qolmadi, birga ikkita odam, birga erkak kishi bilan ayol kishi birga oila qurishiga mantiqan sabab yo'q. Lekin siz hozir aytyapsizki, qanday ayol kishini ongi bilan yetdiki, menga baribir erkak aytyapti. Endi o'zbekchilik ongi bilan kelmayapti-ku bunga. Bu qanaqadir bir uylar erga tegishing kerak deb misol deb boshqa oila sharmanda bo'ladi. Ha, erga tegishim kerak. Erga tegishi motivatsiyasi это o'sha boshqalarning xohishini qondirish. Boshqalarni o'zini xohishi yo'q. O'shandan keyin oilani kelajagi ham bo'lmaydi. Bu oila ili o'sha travmada rivojlanadi yoki buzilib ketadi. O'shandan keyin ikkinchi er keladi, uchinchi er keladi, kelib yuraveradi, kelib ketib. Nimaga? Birgalashib bir общий bir umumiy g'oya yo'q oilada. Umumiy maqsad yo'q. Agar umumiy maqsad, umumiy g'oya bo'lsa, oilani rivojlantirishga shansi bor. Bizda oxirgi 5 yilda shu narsaga keldikmi? To'g'ri. G'arbiy davlatlar bu narsaga 400 yil oldin kelgan bo'lsa kerak. Balki. Mayli, 400 200 yil oldin, 100 yil oldin qaraylik. Hatto 50 deylik, mayli o'ldim deganda-da. Demografik taraflama tushib ketgan ko'rsatkichlar tushunarli, lekin baribir ham oila quradigan odamlar bor. Farzand xohlaydigan odamlar bor. Ya'ni nimadan o'tdi ekan? Qanaqa qilib nima motivatsiya bo'lagi bo'ldi ekan? Qatdan uyg'onish bo'lagi bo'ldi ekan? Yo'q, oila menga kerak ekan. Bola, farzand menga kerak ekan, xohlar ekanman. Sizlarda bor-ku, piramida Maslow degan. Davaychi shuni olaylik. Odamning ehtiyojlarini muhimligi o'sha piramida Maslow nomi bilan qo'yilgan. Birinchi bazaviy bu o'zimizning fiziologik xohishlarimiz. Qondirish. O'sha fiziologik xohishlar qondirilgandan keyin odam o'sha oilaga intilib boshlaydi. Ungacha oila degan kallaga kelmaydi. Fiziologik oddiy xohishlarni qondirish tushundingiz-a? Qorin to'q bo'lish kerak. O'sha boshpana bo'lish kerak, kuchayib ketish nimadir kiyim bo'lish kerak, nimadir. O'shalarni o'zi to'ldirgandan keyin ikkinchi ponaga o'tasiz. Birinchi ponani o'zida jinsiy o'zini xohishini qondirish ham bor-da. Ha, u qondiraveradi. Unga oila qurish kerak emas. Xo'p. Men mana shu hozir ketib qolmasligimiz uchun aytmoqchisizki, hozir zamon qiyin demoqchi, shunga olib kelmoqchisiz, to'g'rimi? Odamlarda o'sha narx berish o'zgarib ketdi. Narxlash. Ha, yo'q, aytmoqchimanki, mana birinchi bosqichdan o'tib olish uchun odamni o'tolmayapti demoqchisiz-da. O'tolmayapti. O'sha bu zona komfortda qolib ketyapti odam. Afrika davlatlari bor-ku, ular ba'zi imенно o'sha ehtiyojlarni qondira olmasdan yuribdi haligacha. Lekin oila quradi. Afrikalar bilan solishtirmaylik. Har bir mamlakatda o'zini podvodniy toshlari bor. Ha. Xo'p. Bu solishtirish noto'g'ri bo'ladi. Bo'ldi. O'zbekistonda qoldik. Yaponlar bilan solishtirishimiz, Koreya bilan solishtirishimiz noto'g'ri. O'zimizni своем огороде. Da, bo'ldi. Ota-bobolarimiz olamiz. O'tamiz ota-bobolarimizdan kelayotgan nasihatlarimizdan. O'sha asosiy bazaviy bizani xohishlarimizni qondirgandan keyin, unga seks ham kiradi. Bu oila degan emas. Hozir ayollar ham, erkaklar ham xuddi shunaqa to'ldiryapti hammasi. Undan keyin keladi ikkinchi sotsiumga keladi. Yoningizga уже hamdard kerak. Или партнерские отношения. Поэтому sherik bo'lish kerak. Sheriklik bo'lgandan keyin уже sizlar birgalashib rivojlanishingiz mumkin. Rivojlanishda ikkalangizda umumiy maqsad bo'lish kerak. Общая тема, общие ценности, общие стремления. O'sha piramida bo'yicha stремление ketadi. O'shandan keyin уже yuqori ketaveradi, rivojlanadi. Buni hozir bizning hozirgi holatimizga qanaqa tegishligi bor? Chunki bizda birinchi bosqichdan o'tolmayapti. To'g'rimi? Zamon qiyinligidir balki. Siyosatdan gapirmaylik dedi. Yo'q, o'shaning uchun aytmoqchimanki, siyosatda emas. Bizning aynan bugungi maqsadim doktor vrachdan menga tushuntirib bering, bilmadim. Gen taraflama tushuntirib berasizmi? Gormon taraflama tushuntirib berasizmi? Bizga o'sha ko'p kelayotgan bemorlarimiz o'tirib gaplashsak, odamga hozir bizning odamlar o'zi bilan o'zi bo'lib qolgan.
asosan kurash bo'lyapti o'sha nima bilan? Sotsium bilan kurash. Jamiyatga qarshi turish. Tura olsang bo'ysunasan, bo'ysunib yashaysan jamiyat qonunlariga yoki o'zing ustida rivojlantirib, uni o'zing qiladigan ish uchun pul kerak. Pulmi, harakatmi? Sotsialniy защита bo'lish kerak. O'zing sotsialniligi himoya qilish uchun. Yo'q, hozir adashib ketdim. Odam o'zini, mana jamiyat aytayaptiki, mana shunaqa yashashing kerak deyapti. Holi yoki bo'ysunasan jamiyat aytgan narsaga yoki kurash bilan qo'shimcha harakat qilasan, o'zing xohlaganingcha yashash uchun. Xo'p, bu narsani jamiyat bizga nima deyapti hozir? Oila qurishing kerak deyaptimi? Oila qurishing kerak emas deyapti. Jamiyatga qizig'i yo'q, nima qilyapsiz hozir? Ko'proq prosmotr bo'lsin deyapti. Jamiyatga hozir qiziq yo'q. Har odam o'ziga o'zi bo'lib qoldi. Har bir individ o'ziga javob beradigan bo'lib qoldi. O'zini kuchi yetmaydi. Traditsiya shunaqa. Обязательно odamning orqasidagi jamoat turish kerak. Bizning otalarimiz, bobolarimiz, oxirgi mana 100 yillik olsak, 100 yil ichida o'sha sistema, traditsiya, ценности deydi-ku, o'sha narsa buzilgan, u qaytib bo'lmaydi уже. Hozir nimadir o'zgartirish kerak, nimadir kiritish kerak yoki o'sha образовательный sistemadami, masalan, treninglar qilasizlar har xil. Yaxshi narsa mana bu Instagram, YouTube bu yaxshi narsa, lekin hozir u ham adashib ketyapti. Hammasiga qaratilishi o'sha asosan выгода chiqarish, pul foyda olish kerak. Qarang, bu meni aytmoqchi bo'lganim, nada остановиться. Yo'q, qarang, hozir siz aytayotgan narsangiz endi tushunadimi, tushunmaydimi, endi ko'proq tushunsa kerak, demagogiya bo'lyapti. Demagogiya bo'lyapti, потому что мы разговариваем о tupike. Tupik haqida gaplashyapmiz. Men yechim qarang, bog'lab beryapsiz, lekin qanaqadir bir mana doktor o'shancha doktordan so'rayman, doktor men diagnoz qo'ydi, tashxis qo'ydingiz. Qo'pol qo'ydi. Asosiy lecheniamiz bizda hozir. Nima lecheniya qilsa bo'ladi doktor tarafidan? Antidepressant. Antidepressant odam o'ldiradi-yu. Bizning asosiy vazifamiz, как vrachda, убрать o'sha odamga ta'sir qilib turgan tashqi muhitdagi tashqi muhit emas, ichidagi turgan xavotirmi? Trevogasimi? O'sha kasallik holatga olib kelayotgan faktorni olib tashlash. U odam bizni o'zgartira olmaymiz. Xo'p. O'sha faktorni aniqlab, agar bu stressiy faktor bo'lsa, это antistressiy. Agar bunda o'sha odam individ jamoa bilan kurashaman deb turib, o'sha rezervlarni yo'qotib qo'ygan bo'lsa, unda bizdan psixologlar kerak. Psixologlar bilan gaplashish kerak. Psixologlarga preorientatsiya qilib berish kerak. Nima deganda, bizning mana bu sotsium reklama juda kuchli ketyapti. Agressivniy reklama bo'lyapti. Hozir hamma narsaga. Endi bundan buyog'igacha bu kamaymaydi bu. Kamaymaydi. O'shaning uchun biz aytamiz, ko'proq psixologlar bo'lish kerak hozir. Xo'p. Lekin psixologlar endi psixologlar ham тоже разные, да. Parod qilib qo'ygan joyi ham bor-da уже. Endi aslida men давайте говорить o'sha asosiy eng kerakligini gapiramiz-da. Не отклонение от нормы. Mana siz doktorsiz, qarang. Tashxis qo'yaylik. Unga qanaqadir mantiqiy qilsa bo'ladigan, demagogiya emas, qilsa bo'ladigan, rostdan ham amalda qilsa bo'ladigan dorini beraylik. Natijasi qanaqa bo'lish kerakligini muammo shundaki, dori bu yechim emas. Men bemorlarimga aytaman, dori sizlarga bu hassa, vaqtinchalik. Mayli bitta umr yashab olishing yetar. O'sha hassa berib turgan paytida mana uspokоительный beramiz, antidepressant beramiz yoki boshqa bir dorilar bor beramiz. Hassada o'sha paytda sizni vazifangiz o'sha kelib chiqish muammoni sababini qabul qilish kerak. Xo'p. Qabul qilib turib o'shanga qarashni o'zgartirish. Nimaga? Qabul qilmasdan situatsiyadan chiqa olmaysiz. Hozir bu yerda hech qanaqa fiziologik muammo ko'rmayapman. Shundan kelib chiqadi, nima deganda o'sha faktor kelib turibdi-ku, odamga ta'sir qilyaptimi?
sizda xavotirlik bo'lyaptimi? Misol, mana shu odamda xavotir, stress, stress, gormonalniy buzilish boshlandi. Xo'p. Uyqu buzildi. Apetit yo'q. Или ненормированный. Ненормированный. Kechqurun payt Обмен yeb веществ tashlash. buzildi. Обязательно fiziologik kelib tutda qiladi. Bu bunaqa aylanib yuraveradi. Yo'q. Siz hozir fiziologiyada muammo fiziologiyadan boshlanmayapti. Yo'q, fiziologiyadan hech narsa boshlanmaydi. O'shanga aytmoqman. Fiziologiya bu javob beradigan sistema. Bu fiziologiyadagi natija bo'lyapti, ya'ni ta'sir bo'lyapti fiziologiyaga. Men hozir aytmoqchi bo'lgan narsam, Birinchi fikrdan keladi. qadriyatlar hozir buzilib ketganligi, oila qurishga maqsad qolmayotganligini fiziologik tarafli boshlanadigan fiziologiyada men muammo ko'rmadim. Yo'q, muammo yo'q unda. Muammo yo'q. Yo'q. Bo'ldi. Ya'ni urolog sifatida deylik, androlog уже более tegishli bo'ladi, lekin urolog taraflama siz hech qanaqa yechim bera olmaysiz. Odamlar oila qurib yana qilish uchun. Yo'q. Fiziologik taraflama. Yo'q. Urolog nima qiladi? Misol, sish buzilgan, Da. tosh, Da. o'sha funksiyasi buzilgan. Tushundim. Bo'ldi. Androlog taraflama nima yechim taklif qila olasiz? Андролог это немножко bir эгоистичное направление. Ha. Androlog bo'lsa, biz как shu erkakni как advokati chiqamiz. Ha. Faqat o'sha Advokat erkak erkak uchun faqat yaxshi bo'lishini faqat xohlaysizlar. erkak uchun yaxshi. Qiziqtirmaydi bizga sotsum. Ha. Androlog faqat o'sha sizga lichni shaxsiy muammongiz nima keltirsa, o'sha muammoni olib tashlash. Xo'p. Misol, Nima yordam bera olasiz? Как- Hozirgi vaziyatimizda oila qurish xohlamayotganlik vaziyatida yo'q, nima yordam oila bera olasiz? qurish xohlamayotgan andrologga kelmaydi. Bo'ldi, kelmadi. Bo'ldi, androlog ham chiqib ketdi o'yindan. Andrologga keladi, o'zi erkaklik vazifasini bajara olmayotganlar. Tushundim. Bo'ldi. Hozir fiziologik biz muammo ko'rmadik. O'shaning uchun urolog ham, androlog ham o'yindan chiqdi. Da. Endi biz seksopatologga keldik. Seksopatolog bitta qizaloq. O'sha ikkita juftni muammosini kelib chiqishini sababini biz o'tirib razbor qilamiz. Qarang. Garmoniya bo'lmasa, agar ikkita er-xotin juft deymiz, bir-biri bilan sublimatsiya bo'lmasdan, to bir-biriga erimasdan, konkurentlik holatga turib qolgan bo'lsa, bu problema yechilmaydi. Har bittasi bir-biriga mas'uliyatni ag'darib tashlayveradi. Bir-biridan noto'g'ri qadriyatlarni kutish boshlaydi. Tushadi. Nima deganda, aslida bular o'zidan obrazец noto'g'ri qo'yilgan. Shablon boshqa qo'yilgan. Baxtli oila, mana shu hozir andrologiya, seksopatologiya deganda, qarang, baxtli oila bu birga kechki payt ishdan keyinmi, bolasini o'qitgandan keyin, bilmadim, nima hodisadan qat'iy nazar, billa erkak kishi bilan ayol kishi o'zini o'sha to'shagidami, o'rnidami, pastelidami deylik, bir-birini xotirjam yotganligi bu baxtmi? Albatta. Puli yo'q bo'lsa-chi, puli kam bo'lsa-chi. Pul, endi siz как marketolog, pul degan narsaning o'zi yo'q. Qadriyati. Kimgadir 1 so'm, kimgadir 1 million so'm emas. Ha. Keling bunday deymiz. Давайте masalan, Mashinasi yo'q. agar shu odam uchun realni bu qadriyat keltirmasa, Ehtiyoji bor. real ehtiyoj bo'lsa, u o'sha mashani topadi. Real, esi истинная ценность bo'lsa. Buni o'zim priyomlari bor. Qulaylik, ishiga borib kelish, bolasini borib kelish. Bu понятно. Но biz trening qilamiz-ku o'sha temadan. Realizatsiya желания degan. Realizatsiya желания eng ammasi tagida, mana bu baxtli oilamiz gapingizni bo'lmadim. Tagida nima turibdi? Nima turibdi? Xotirjamlik. Qo'rquv bo'lmaslik kerak. Ikkita odam orasida. Даже mana mashinaga bor, mashina kimgadir mashina kerakda, ichida qo'rquv bo'ladi. Mashinani ola olmaydi hech qachon. Xo'p. O'sha qo'rquvni olib tashab turib, xotirjamlik bo'lsa, hayot shunaqa o'zgarib ketadiki, mashinasi bo'ladi o'sha odamning. Strah lejit. Qarang, hayot yaxshi niyat bu bitta narsa. U вообще bilan aloqasi yo'q. Lekin biz hozir ko'proq odamni tagiga kiryapmiz hozir. Da, o'shaning uchun mana aytmoqchi bo'lgan narsam. Kechqurun o'sha to'shagida yotganda, mana to'shagida yotdi. Ha, to'shagida yotdi. Bir-biridan qo'rqmaydi. Qo'rqmaydi. Uje baxt hisoblanadi. Tasavvur qiling, bittasi qo'rqib yotibdi.
xavotirda yo'qotib qo'yaman. yo o'zidan bo'lib qoladi. xavotir oladi, o'ziga ishonmaydi yoki eriga ishonmaydi, eridan bu umuman baxtsiz holat. Ikkitasi yotibdi, ikkalasi bir-biridan qo'rqmaydi. Ikkitasi bir-biriga ishonadi. Ikkalasi xavotir bir-biridan. Umumiy olib qarasak, Это o'sha baxt hisoblanadi. Umuman, даже to'shak emas, umuman odamlar baxtli odam. umumiy olib qarasak, agar primitiv hozir holatga olib kelib umumiy olib qaraydigan bo'lsak, oldinlari deylik, 50 yil oldin deylik, 40 yil oldin farqi yo'q. Oldinlari bitta bizdan oldingi avlod. Sizdan katta avlod, siz emas, sizdan katta avlod. Mana shunaqa to'shagida qo'pol qilib aytganda xotirjam, qo'rqmasdan yotganlik vaziyatli holatlar ko'proq bo'lganmi hozirgi kunga qaraganda? Sabab? Sabab безопасность. Xavfsizlik kuchli bo'lgan. Endi hayot dinamikasi xavfsizlikka nima kiradi? Finansiy xavfsizlik. Ha. Plan bo'yicha xavfsizlik. Ha. 5 letga bo'lgan, boshqasi bo'lgan. O'sha paytlari aytishardi-ku, bola tug'ilishdan oldin qayerga bog'chaga boradi, qachon bog'chadan chiqadi, bog'chadan nima Insta, kasbi hammasi aniq bo'lgan odamda o'shda pensiyaga chiqib o'shda o'ladi. Xuddi shunaqa. Odamda o'sha xotirjamlik bo'lgan. Ha, endi hayotda dinamikasi o'zgarib ketdi. O'zgaryapti. Bu dinamikni bo'radi ham. Moslashish kerak o'shanga. Bu har doim o'sha problema bor deganning ma'nosi yo'q. Dinamika oshib ketdi, xotirjamlik kamayib ketdi, stress hammada bor. Stresssiz yuribman degan odamga ishonish menimcha qiyinroq. Baribir stressi bo'ladi. Dinamika o'zgardi, qadriyatlar o'zgaryapti. Bu balki normaldir. Oila qurmaslik ham. Ha, normal. Nima qilasiz? Stressda oila qurib turib, oilani deb chiqarasiz. Bo'lajak farzandingiz ham stressda tug'iladi. Lekin bu holat normal bo'lsa, 500 yildan keyin shunga to'g'ri? 5 ta odam yurgan bo'ladi. Fikringizni tushundim. O'shaning uchun buni saqlab qolish uchun boshda aytganimdek, milliy qadriyatlarni ko'tarish kerak. Azgincha bu yoq siyosat bo'lar ekan deb. Ha. Milliy qadriyatlar degani hech bo'lmasa o'sha astrovok, o'sha jamiyatda kichkinagina bir astrovok nima deydi? Orol. Orolcha, shu jamiyat orolcha yig'ilgani o'sha nima edi bir oqsoqollarmi, mudritsimi, nimadir o'sha bir aql o'sha хранители мудрости kerak. Aziz bizda хранитель мудрости yo'q. Domlachilik yo'q. O'zingiz bilasiz, bu это не секрет. Учебное заведениеda нормальный domla yo'q. Ну, bor gap bu nima qilasiz? Gapirgani хотя бы uyingizdan, o'zingizdan boshlang endi. Mana o'shani endi o'zingizga zimmangizga oling-da buni. Mana Xudo xolasa farzandli bo'lasiz, mana shundan boshlaysiz. Yangi jamoa boshlanadi sizdan. Mana oilangizdan boshlang o'zingizni. Boshqa bilan ishingiz bo'lmasin. Bozor bilan ishingiz bo'lmasin, ko'cha bilan ishingiz bo'lmasin. Odamlar ko'p hozir o'shanga otsenkaga kirib ketdi. Vнимание, fokus vнимание tashqari ketdi-da, uydagi bo'layotgan holatni tushunmayapti. Fikringizni tushundim. Ya'ni bizda hozir erkak kishi, ayol kishida yetarlicha motivatsiya yo'q oila qurishga. Shu narsaga olib kelyapti hozircha. Fiziologik taraflama muammo yo'q. Вообще muammo yo'q. Bu ko'proq odamlarning qadriyatlari o'zgarishi, dunyoning o'zi umuman o'zgarishining natijasi bo'lyapti va natijada balki bu normal holat hamdir. Yo'q, normal holat emas. Bu tabiiy holat desak bo'ladi. Tabiiy holat, o'zi bo'lib kelayotgan holat. Tabiiy, normal emas. Normal emas, to'g'ri. Tabiiy o'z-o'zidan shunaqa bo'lish kerak vaziyat kelyapti. Aytgandek 500 yillarga 5 ta odam yurgan bo'lsa, lekin unaqa bo'lmaydi. Bo'lmaydi, aniq bo'lmaydi. Lekin sizdan boshlanadi. Sizga hozir bizdan eshitganlar o'zlari orolni o'zi shakllab boshlaydi. O'shandan sekin-sekin yig'iladi hammasi. Yomon oila qurgandan ko'ra oila qurmagan degan fikringizni eshitgandek bo'ldim. To'g'ri tushundimmi, to'g'ri tushundim? Shunaqa hozir даже oilalar ham kerak aytamiz. Nimaga kerak sizga mana shu oila? Kerakmi sizga mana shu holat kerakmi sizga? Nimaga deganda o'zi oilada tushunmovchilik boshlandimi? Ishlash kerak. Foydasi yo'q. Nimaga? Ikkita uchastovchi strana bor, ikkalasidan nafsini usha olmaydi baribir. Kibrlikni usha olmaydi. Гордыня bor va vaziyatni o'ziga ответственность qilib olishga xohlamaydi hech kim. Fiziologik tarafdan bu narsani ko'ra olamiz ham.
fiziologik taraflardan kasallik kelib chiqadi, конечно. Psixosomatik уже bu kasallar boshlaydi, kelin kasallikda o'ziga e'tibor tortib boshlaydi. Menga qaranglar ko'proq deydi. Erkak ham bu yoqdan kasal bo'lib, to'qi erkak, ayol, onalari kasal bo'ladi, otalari kasal bo'lib qoladi. Всё, полный oila zaharlangan bo'ladi. Именно из-за того, что mana shu bir-biri bilan ochiq gaplashmagandan. Foydasi yo'q dedingiz. Hatto bu harakat qilib ko'rish kerak. Harakat qilish kerak. Biz so'raymiz, harakat qildingizlarmi? Yo'q, turib oladi. Bizning ishimiz, как seksopatologlar или как psixologlar, biza harakat qilib ko'rishimiz kerak, o'sha oilaga o'sha fikrni yetkazib. Balkim ularga hech kim etmagandir o'sha yo'lni. Endi Instagramda hozir ma'lumot ko'p, balki yetib kelgan bo'lishi ham mumkin. Muammo shundaki, mana bu Instagram, boshqalar ham, men ham hammasini qarab chiqaman-da, kasha bo'yapti hammasi. Ha. Aralashib yotibdi, sistema yo'q. Ha, tizim yo'q. И bu temadan biz aytdim-ku, лучше давайте профессиональный tema gaplashmaylik, bu yopiq joyda gaplash degan narsa. Nimaga degan, sizga beradigan maslahatim boshqa odamga to'g'ri kelmaydi. Ishlamaydi. Ishlamaydi va naоборот salbiy ta'sir qilishi mumkin. Ha. Hozir bizning gapimizni kimdir eshitadi-da, o'ziga proyeksiya qiladi. To'g'ri kelmaydi. Uni individual, то есть персонализированный подход bo'ladi unda. Nima deganda o'sha ayolimiz qizlik paytida qadriyatlarni to'g'ri qabul olmagan. To'g'ri aytdimmi o'zbekcha? To'g'ri qadriyatda bo'lmagan buni. To'g'ri tushuntirmagan, kirgizmagan, undirmagan. Qizlarimiz erga tekkanda ularni o'zini bir svertsenность bilan erga tegyapti hozir. Xo'p. Nimaga deganda, o'sha reklamani ko'radi, o'ziga model qo'yadi. Hozir bizdan oddiy qiz bola yo'q. Odaqa erkakdagi ko'taradigan, ha, erkak bunga uchun ideal bo'ladigan yo'q. Bitta ishonmayman. Нет такой женщины или девушки, которые выходят замуж и erim boriga xursand bo'ladi. Shukr qiladigan. Ular ideal yasab oylik quryapti. Ideal qilyaptimi? Уже bizning mana bu jamoamiz qizga sun'iy nima yaratib beradi? Muhit yaratib beryapti, noto'g'ri. Sun'iy muhit. Qizimiz qiynaladi o'sha holatda. 1 yil qiynaladi, 2 yil qiynaladi, 10 yil qiynaladi. Конечно, mitoga chiqib ketadi baribir. Chunki erkak kishining bo'yniga egilgan qo'rquv bor. Qo'rqmasa chiqib ketadi. Asosan odamlar ushlab turgan ham qo'rquv bir-biri bilan. Strah. Jamiyatda bosimi? Jamiyatdan nimaga bosim? Qo'rquv. Ishxona, qo'rquv. Kimdir bilib qoladi, qo'rquv. O'ziga ishongan erkak. Farzandi bo'lsa. U ham qo'rquv. Farzand otasiz xotirjonli yo'q hamda o'zini. Ha, aytdim-ku. Agar o'ziga ishongan erkak bo'lsa, o'ziga ishongan erkak, qo'rquv bo'lmasa, bolasi bo'ladimi, boshqa chiqib ketadi. Oilani tashab. Ha. O'ziga ishongan o'ziga ishongan erkak kishi oilani tashab chiqib ketadi. Boshqa ayollarga ketadi. Ketadi. O'ziga ishongan. Qo'rqoq qoladi. Qo'rqoq janjal ko'taradi. Psixologiyada shunaqa. O'ziga ishongan erkak, даже ayol kishi ham bir xil ikkalasam, janjal ko'taradigan qo'rquvdan ko'tariladi. От страха. Ayol kishi o'ziga ishonsa, janjal qilmaydi hech qachon. Hech qachon janjal. Ayol kishi o'ziga ishonsa, shu erkak bilan o'zini ayollar his qilmasa, oila maniki oilaga ishonsa, o'ziga ishonsa, u внешний faktor, tashqidan kelayotgan muhitga ta'sir unga qilmaydi. Hozir sal o'ziga ishongan ayol, normani aytayapman hozir. То есть normalniy oilada erkak kishi o'ziga ishonish kerak. Qo'rqmasdan yashash kerak oilada. Ayol kishi ham o'ziga ishonish kerak. 100% bir-biriga kira olmaydi. Безопасный zonada yurish kerak baribir. Правило 20% bilasizmi? Правило 20%. Bir-biriga 20% dan ko'p kirish mumkin emas. O'shanda garmonichniy взаимоотношения bo'ladi. Xo'p. Hozir bu yerda yana bitta fikr eshitilgandek bo'ldi, balki noto'g'ridir. O'ziga ishongan erkak kishi bu oilani tashab, o'ziga ishongan ayol
ko'ryapti, chiqib ketadi. Chiqib ketadi. Mana situatsiya. Menda bo'lgan bemorlarim ichida shunaqa. Kelin kelib erini bilan kelgan, endi jamoa kelgan, ota-onalari kelgan. Faqat bitta emas, ko'p shunaqa bo'ladi. Erkak o'ziga ishonchi ko'ryapman. Ishonchi o'zida. Ayibni kelinga tashlayapti. Kelin o'ziga ishonyapti. Men deydi, o'sha yerdan chiqib uyga borayman, o'sha men ketaman dedi. Tushundingizmi? Balki ayol kishi o'zi mediasiga teganda to'ygandir, balki o'zi Qancha to'yadi? Bu yerda kuchlidan emas, bu yerda balki kuch qolmagandandir hamdir. Bo'ldi, o'sha bu hayot bu yerda yashayman deb agar nimadandir qo'rqsa qoladi o'sha oxirgacha. Mana qullik holatda. Nimadan agar qo'rqmasa, qaynonasi ham qiziqtirmaydi. Qaynotasidan tayoq yeb yurgan kelinlar keladi. Qo'rqqandan yashayapti. Bundan fiziologik kasal chiqadi ekan. Hamma keladi. Erkak kishi ham xuddi shunaqa. O'ziga ishonadi, keladi. Biz o'tiramiz, gaplashamiz. Biz normalniy gaplashamiz, hech nimasiz. Ochiq, menga ichki dunyosi kerak bilan. Bir-birini tushunish uchun. Bo'ldi dedi. Mana senga ruxsat, men ketdim dedi. Лучше вот так поздно, чем никогда degandi, потому что kelindan vaqti bor, qaytadan baxtli oila qurish shansi bor. Erkakda ham baxtli oila qurish shansi bor. Buzilgan uyda tam vazo kleyt qilib, remont qilish bilan umr o'tib ketadi. Vaqt o'tib ketadi. Ayoli boshqa bilan yurganini bilgan erkak kishi muloyim bo'lishga qanaqa bu yerda sababoti borib, ularni Qo'rquv yo'qotib qo'yaman deb. Qo'rquv. Hech kim kerak emasmi? Da. Ko'rdingizmi? Hamma proses tagida strah turibdi, qo'rquv turibdi. O'sha bizani hozir nima qilamiz? Qo'rquvni olib tashlash kerak. Agar qo'rquvni olib tashlasak, yosh bolalarimiz, mana yigitlarimiz qo'rqmasdan oila qursa, oila mahkam bo'ladi. Qo'rqmasdan gaplashish kerak. Ko'p yigitlar qizlar bilan gaplashishga qo'rqadi. Ochiq gaplashishga qo'rqadi. Hozir hech kim gaplashmasa ham kerak. Ha. Onlar bo'ladi. Взаимопонимание gap bilan bo'ladi faqat. Gaplashmaydilar. Nechta oila keladi o'shanaqa. Qo'rquv deyapsiz. Erkak kishida qanaqa qo'rquv bo'lishi mumkin? Nimadan qo'rqadi? Qo'pol aytganda duh не хватает deydi-yu, duh yo'q. Mana bu tarbiyadan kelib chiqadi. Da, yoshligidan. Umumiy narsa. Duxi yo'ligi degan gap umumiy narsa. Tarbiyada mana o'sha bola bilan yoshlik o'sayotgan paytda ota-onasi gaplashmagan. Xo'p, ko'rdingizmi? Xo'p, ota-onasi hech kim o'rgatmagan gaplashish. Ota-onasida aybi yo'q. Ota-onasi shunaqa deb, ota-onasi band bo'lgan boshqa narsalar bilan. O'zini saqlab, oilani saqlab qolish bilan, bitta problemani saqlab qolish bilan band bo'lgan, bola o'zi bilan o'zi o'sgan. Xo'p, duxi yo'q. Duxi yo'q. Xo'p, qo'rqadi. Uylansa ham o'sha holatda ketaveradi. Ko'pincha bunaqa erlarni xotinlar tashlab ketadi. Ha. Qo'rqoq odam o'zini yengib yutolmaydi, qo'rqyapti. O'shaning uchun bizada psixologik slujba rivojlanishi kerak. Chet el, g'arbda aytdingiz-ku, chet ellarda. Bizda O'zbekistonda qancha apteka bo'lsa, chet elda shuncha psixolog xonalari. Apteka topa olmaysiz, psixolog xonasi hamma joy. Bizda psixolog topa olmaysiz. Yoki har qanaqa bor, levый правила bor, непонятно о чем они говорят. Зато apteka tiqilib yotdi. Ya'ni siz aytmoqchisizki, hamma negizini psixologik, hamma psixologik xastada yuribdi bunday qaraganda, prizma qarasak, aholida bizani naселение, aholi hammasida xassa bor. Yo o'sha doriga qo'yadi, doriman yo doktorga qo'yadi, doktorning bo'yniga qo'yadi. Janjal keyin doktorning ustiga o'tib ketadi. Vrach nичего не должен. Biz hech narsaga javob bermaymiz. Nimaga? Bizning mas'uliyatimiz hech narsa yo'q. Qanaqasiga? Vrach, doktor, решение проблемы пациента. Biza как врач. Instrument. Мы инструмент. O'sha instrumentni pasient o'zi to'g'ri qo'llash kerak. Lekin vrachchi baholash uchun ishini baholash uchun
doktor qilgan ishi natijasi nima? Natija vrachniki emas. Patsient o'ziniki. Doktor natijasi nima qilgan ishingizni? Davolaganingiz natijasini qanaqa biz o'lchaymiz? Qarang. Результат лечения Ha. это заслуга не врача. Результат лечения это заслуга пациента, который слушал врача. Uni so'ramayman. A как оценивать врача? Doktorga qanaqa baholasak bo'ladi? Bu doktor ishiga baho berishimiz kerakmi? Да, эффектан. От эффекта вылеченных пациентов, да? Нет. Noto'g'ri bu. Hozir siz gapingiz qarang. Doktor, siz, men oyog'im og'riyapti. Doktor oldi keldim. Hozir siz gapingiz bo'yicha. Travmatologiya gapiryapman. Yo'q. Psixologiya aytmoqchiman, da. Просто soddaroq bo'lish uchun olib kelmoqchiman. Oyoq og'riyapti. Siz doktor, psixolog dedik. Aytyapsizki, keyin mana shu og'rig'i nimadan kelib chiqqanini ko'raylik deyapsiz. To'g'rimi? Keyin aytaman, futbol o'ynadim, qopni tepdim, og'rib qoldi. Xo'p, endi siz aytasizmi, mas surgan, bilmadim, vannochka qilgan. Bu отвлекающая терапия. Hamma лечение называется отвлекающая терапия. Siz aytasizki, nimaga sen futbolga bording deysizmi? Yo'q. Bular ish bo'ldi уже. Bular ish bo'ldi. Sindi. Наша задача его отвлечь от этой проблемы. Отвлечь. O'shaning uchun обезболивающий beramiz. Mas suramiz. Xo'p. Ehtiyot bo'l deymiz. Xo'p. Og'riqda всё og'rib yaxshi bo'ladi degan nima degan? Yaxshi bo'lib ketadi. Отвлечение bilan beradi. Mana shu bizning ishimiz. To'g'ri gap, so'z topish. A не так что, bo'ldi, yomon bo'ladi. Nada yana ustidan nagruzka qo'yish emas. Aha. Значит, siz aytasizki, mana mas'ur yaxshi bo'lib ketadi. Yaxshi bo'lib ketadi. Ehtiyot bo'l, yaxshi bo'ladi. Такой процесс. Mana shunaqa qildingiz-da. Endi u undan keyin o'ylab ko'rdi-da, oyoq og'riyapti. Oylab buzilyapti. Oyoq og'riyotgandan keyin, "Yo'q, doktor, yaxshi bo'lib ketmadi" dedi. Baho beramizmi doktor ishiga? Yo'q. Работа не завершена еще. Именно профессионализм, да? Врачебный профессионализм o'sha bemor bilan birgalashib, qo'lma-qo'l ushlab kelishib olib kelishish kerak. Men o'zimcha sxema yasab, o'zimcha sxema lecheniya qilgan bilan agar patsient со мной не в тандеме, foydasi yo'q. Endi tushundim. Ya'ni ikki taraflama qarz ikki qo'ldan chiqadi. U ham harakat qilish kerak. Lekin asosan bemorga tushadi o'sha narsa. Bizning qiladigan ishimiz 10-15% effekti. Bizning ishimiz направить, o'sha yo'nalma berish. To'g'ri. To'g'ri настрой o'sha bo'layotgan situatsiyaga qarashni o'zgartirib ko'rish. Bizning hamma ishimiz попытка. Harakat qilish. Vrachlar hech qachon 100% hech narsaga garantiya bera olmaydi. Berish ham noto'g'ri. Garantiya degan so'z umuman vrach aytishga haqqi yo'q. Bizlar как mutaxassis, bizda informatsiya ko'proq, mana 100 ta odamda 100 xil muammo bor. O'sha 100 xil muammoni 100 xil решенияsi bor. 10,000 variant chiqadi. O'sha 10,000 variant vrach kalasida turadi. Individualni har bir bemorga o'sha yo'nalishni topib berish bo'ldi. Qolgani bemorning o'zida. Biz hozir o'sha kim falsafiy fikrlarimizni yo'qotib qo'ygan bo'lsa, erkak kishini men buni so'raganim duxuyo'ligi qo'rquvlaridan kelib chiqdi. Fiziologik taraflama qarasak bo'ladimi? Qo'rquvlar nimaga qo'rquvligi borligi? Обычно o'sha qo'rquvi bor erkaklar ko'pincha karyeradan tez o'sadi. Yo'q. Ko'p narsaga erishadi, qo'rquvdan erishadi. Duxuyo odam natijasi yaxshiroq bo'ladimi? Ha. Bular более дисциплинированный, более исполнительный. И qilgan ishidan ham effekt yaxshi bo'lishi ham o'sha qo'rquvdan qiladi. Qo'rqmaydigan erkak xolasa boradi, xolasa bormaydi, xolasa qiladi. Ko'proq bo'ysunadi desak ham bo'ladimi? Shunday keladi. O'shaning uchun ko'pincha aholida o'sha qo'rquv bo'lishi kerak, ushlab turiladi, qo'rquv qoladi. Ko'proq bo'ysunsa, agar dominировать qilmasa, testosteroni past bo'ladimi bunaqa odamlarda? Da. O'shaning uchun bunday qarasangiz, bizda ko'p erkaklarda, rukovodящий особенно должностlarda gipogonadный tip deydi buni. Qorni katta, ko'krak o'sib ketgan и metabolizm buzilgan. Boshqaruvchi odamlardami, boshqaruvchilarda, liderlarda.
Hozir qarang, testosteroni past bo'lsa, Ha? testosteroni past odamda naborat katta qorin bo'lmaydimi? Tushuntyapman-ku, qo'rquvdan kelib chiqyapti. Bu qo'rquvdan kelyapmiz-ku. Nimaga u rukovodитель bo'ldi? Nimaga начальник bo'ldi? Qo'rqqandan bo'ladi o'sha narsa. Yoki uyda oiladan qo'rqadi, shuni qilmasam bo'lmaydi. Xotindan qo'rqadi degan anaqa emas. Keyin meni otsenka beradi. O'ziga ishongan samodostatochniy odam bu individualist egoist bo'ladi. Ishlamaydimi? Kerak emas, o'zini keragini ishlaydi faqat. Bo'ldi. Потому что qo'rqmaydi hech narsadan. Вот видите, палка от двух концов, deydi-ku. Qo'rqsang, у тебя karyera лучше. O'sha erishasan masalan. Mashina olishdan qo'rqqandan oladi. Kattaroq mashina bo'lishlari. Pofredo-da. O'ziga ishongan odam avtobusda yuradi, bunday qarang. Qo'yib qo'ygan hamma narsaga. Emu pofik. Og'aynim bor. Mana bitta og'aynim bor, mashinasi bor, lekin dars ham beradi-da. Darsiga borib kelishgacha avtobusda borib keladi. Nimaga? Chunki mashinada chiqsam, birinchidan deyaptiki, tabiiy holat qo'shimcha rasxod, ikkinchidan men u yoqqa borishim kerak, parkovka qidirishim kerak, asabimni oladi bu narsa. Avtobusga shunday o'tirdim, naushnikimni taqdim, noutbukimni ishimni qilib ketdim. Hech kimni fikridan qo'rqmaydi. Tushundingizmi? Вот. O'sha so'zlarda odamlar tushunmay qoladi-da. O'shani tushuntirib berish kerak. Hozir xulosa qilsak bo'ladimi? Lider katta natijaga erishadigan odamlarning testosteroni past bo'ladi. Testosteroni yuqorilar kurashga kirmaydi даже. Tushuntira oldimmi? Odam qo'rqqandan kurashga kiradi. Чтобы доказать. Testosteron yuqorilar ularga hech narsa tasdiqlash kerak emas. Xohlagan ishni qiladi. Xolasa biznesga kiradi. Xolasa chiqib ketadi biznesdan. Xolasa erishadi. Katta lavozimga kirib turib chiqib ketganlar bor-ku. Qo'rqmasdan kiradi, qo'rqmasdan chiqib ketadi. Oxirigacha ushlamaydi. Ya'ni disiplina yo'q. Kerak bo'lsa qo'rqmaydi hech kimdan, понимаете? Вот проблема. Kimdir baho И berish. ularni oila qursa, oilasi eng надежный o'shanaqa bo'ladilar. Testosteron bunga qaragan bunga aloqasi ham yo'q-da. Yo'q. Testosteron bunga hozir ko'p odamlar bunga juda ham ko'p nima berib boshladi. Ahamiyat berib boshladi. Testosteron individualniy уровень. Kimgadir 2 normalniy, kimgadir 20 past. Tushuntira oldimmi? Uni hazm qilish mexanizmiga bog'langan. Hazm qilish mexanizmi mirovосприятиеga bog'langan. Olam ko'rishingizga. Dunyo qarashingiz. Qo'rquv bo'lsa, постоянно strah, stress gormoni kelsa, testosteron yonib ketaveradi. O'ziga ishonsangiz, bemalol yuraverasiz. Testosteron yetadi sizga. Hamma narsa sizga yetadi. Bu o'ziga ishonchingiz bo'lishi tarbiyangiz. Bu genetika. Genetika. Xo'p, o'ziga ishonch oshirish uchun Endi genetika deganim tug'madan boshlanadi o'sha. O'ziga ishonch oshirish uchun fiziologik taraflama nima qilish kerak? Fiziologik tarafdan o'ziga ishonch uchun bizga katta yordam beradigani bu erkaklar uchun sport. Zo'r. Xo'p. Asosiy shu. Nimaga? Bu tabiiy fiziologik o'zini erkaklik vazifasini bajaradigan. Bu fizический нагрузки. Plus kollektivizatsiya bo'ladi. Jamoaviy bir-biriga доверие, ishonch bir-biriga. Qo'rqqan odam bir-biriga o'ziga ishonmasa birovga ham ishonmaydi. O'sha muammo ko'p ketadi. Oilada ham xuddi shunaqa. O'ziga ishonmayapti-da, yana kimdadir ishonch talab qiladi. Unga ham ishonmayapti. Это katastrofa. Поэтому qanaqa sport turlari ko'proq tavsiya qilinadi? Ya'ni именно подвижные, физиологические виды спорта. Armiya juda ham yaxshi yordam beradi, становление. Nimaga именно ana 16-17 yoshdami priziv? 18dan. Уже 18 ko'tarildi. Nimaga? 16-17 larda pik testosteroni. O'sha payt maksimal nagruzka berish kerak. Realizovat qilish kerak. O'sha paytda yigitlarda svertsenность ideya paydo bo'ladi. O'shani to'g'irlash uchun kollektiv kerak. To'g'ri qadriyatlari bo'lishi uchun. Qadriyatlar uchun. Armiya вообще juda katta nimasi, tarbiyaviy, jismoniy har taraflama
foydasi bor. Xo'p, hozir armiyadan tashqari qanaqa sportlarga borsiz? Yo'q, hozir endi armiyani gapirmaylik. Hozir gapirmaylik armiya haqida. Qanaqa sportlarga? Sanatoriy bo'lib ketdi. Sportlar bo'lish kerakmi? Подвижный виды спорта, да. Suzish. Endi qarang. O'ta jamoa-yu. Yo'q, suzish bu individual sport u. Suzish o'zingiz uchun. Men aytmoqchi bo'laman, kollektivniy sportlar bo'ladi-ku. Futbol, hokkey, birga o'sha odam bilan odam gaplashadigan, koordinatsiya qiladigan vid sporti. Planирование, strategiya. То есть staya nima deydi anaqa? Bo'rilar nima? To'da shakllanadigan. To'daviy sport bo'lsa, sizda hamma ichki ong ostingizdan chiqadigan realizatsiya bo'ladi, potensial ishlab chiqadi. O'shandagina keyin jamoani biladigan bo'lasiz, sezadigan bo'lasiz. Ha, individual bo'lsa bo'lmaydi. Yomon. Individual foydasi yo'q-da уже. Shaxmat, shashki, plavanie, sportzal. Sportzalga borish kerak. Sportzalda o'tda individualniy? Yo'q, sportzalda qarang. Ikki xil bor-da. O'zingiz borib o'zingiz uchun qilyapsiz. Ha. Bolalar yig'ishdida o'sha yoqqa borib qilyapti birgalashib. Поэтому ota-ona sifatida biza bolaga ish kerak, do'stingni olgin, o'sha yerga borguncha, kelguncha, men o'zimdan bilaman-da, sportga qatnashganimda, yoshligimda o'sha zalga borguncha biz to'da bo'lib yig'ilib borardik. Zalda hamma shug'ullanib, qaytarish to'da qaytardik yo'lda, urushib. Bunaqa narsalar odamni shunday erkak kishini soddaroq qilib aytganda duxini oshishga yordam beradimi? Duxni oshishga yordam beradi va kollektivizatsiyaga. Jamoaviy endi eski tilda to'daviy deymiz, endi to'da to'g'ri kelmaydi odamga, bizda jamoa hisoblanadi. Da, hozirgi kunda jamoa. Mana hozir men eslayman, eski shahar bolalari deydi-ku, legenda bo'lib qoldi hozir. Yo'q, menimcha u narsa o'sha. To'g'rimi? Endi tushunchalar. Bizlar yoshligimizda aytadi, eski shahar bolalari hammasi birga nimaga aralashib ketdi hamma уже. Yo'q. Traditsiya yo'q. Stadnost yo'q. Staynost yo'q. Зато появилась stadnost. Stado nima dedi? To'da-da, ya'ni. Yo'q, to'da ikki xil bo'ladi-ku. Yo'q, bu yerda xos aytganingiz to'da hech narsani anglamasdan poda. To'dalik ketdi, podalik foyda bo'ldi. Tushundingizmi? Hozirgi kunda odamlar o'sha nimadir ko'rsa, poda bo'lib, orqasidan ketaveradi. O'sha reklamaga boradi, boshqa joyga boradi, aksiyalarga hisoblanadi, lotereya o'ynaydi. Nimaga? Ishonch yo'q. Qilyaptimi? Men ham qilaman shuni. Xo'p, sport kerak bo'lar ekan. Bundan tashqari mana o'zini haqiqiy erkak kishi xohlagan ishini qiladi deysiz. Xohlagan ish qilib turib, o'sha qilgan ishiga, o'ziga zimmasiga nima ответственность oladi. Javobgarlikni oladi, mas'uliyat olib qoladi. Javobgarlik olmasa, уже anaqa psixik заболевание. Nima deydi uni o'zbekcha? Irsiy kasal deydimi? Yo'q, irsiy u gen bo'ladi. Psixologik kasalliklar bo'ladi. Shunaqa bo'lsa kerak. Psixologik o'zgarishlar bo'ladi. Ayol kishi ruhiy kasallik. Ruhiy zo'r. Ayol kishida nima funksiya? Ayol kishi oilani mustahkam oila bo'lish uchun, mana erkak kishi o'ziga ishongan bo'lsa, oila ham yaxshiroq bo'ladi deysiz. Ayol kishi nima qilish kerak? Qanaqa qilish kerak? Ideal ayol kishi. Ideal ayol kishida o'sha to'dalikdan chiqarish kerak. Потому что ayol kishi bu individual, uyni qaraydigan odam. Ayol kishi qiz bola deymiz, qiz boladan boshlaymiz-da. Qiz bola o'sha oilaviy, как хранитель очага tarbiya olish kerak. Bu yerda individual. To'dalik emas. To'dalik bo'lsa ketaveradi, to'dalik bu. O'sha ko'p qizlar urganib qolgan-ku. To'dalik bo'lib, sayr qilish, boshqa yurish, bu yoqqa yurish. Bu degani qiz bolani ограничение qilish emas. Здесь неправильное понимание. Balki qaysi paytda kerakdir ham. Cheklov deganni to'g'ri tushunish kerak. Cheklov kerak, o'zi foydasi uchun cheklash kerak. Qizni cheklash kerak. Har taraflama cheklash kerak. O'sha cheklashni qiz bola to'g'ri va fiziologik norma deb qabul qilish kerak. Uni juda anaqa jamoaga tiqish kerak emas. Nima deganda, bu erkak vazifasi. Liderstvo qilish kerak emas ayol kishidan. Lider bo'lmaydi. Lider bo'lsa, oilaga kelganni lider bo'lib ketaveradi keyin. Ko'rdingizmi? Разные вещи. Kollektivizatsiya для мужчин, а женщина она более индивидуальная. O'sha individual bo'lgandan keyin o'sha qozon o'choqni saqlash, erkakka o'choq saqlash kerak emas. U o'choq yoniga qizishga keladi.
qizib uxlab go'shtni tashlab qaytadan chiqib ketadi ovga. Bu yerda mana individual bo'lish kerak. Sport kerak emas demoqchiman ayol kishiga. Sport kerak emas ayol kishiga. Yo'q. Bu fiziologiya, bu tabiat. Ayol kishi tabiiy bo'lish kerak. Tabiat bu. Qanaqa yaratilgan bo'lsa shunday holatda qolishi kerak. Hozirgi kunda, endi hozirgi emas, anchadan beri qizlar, ayol kishi qizlar deymizmi, farqi yo'q. Ko'proq уже har xil manipulyatsiyalar qilishadi, ya'ni kiprik, lab, boshqa qanaqa narsalarni shirish, kattalashtirish. Erkak kishiga bu narsa yoqadi-ku. Yoqmaydi. Lekin erkak kishi shunga uchadigan bu уже охота kirib ketadi. Erkak kishini jalb qiladi bu narsa. Jalb qiladi. Ha. Ya'ni yoqadi emas. Yoqadi emas. Bu nima degani? Erkak kishini endi hozir davaytib fiziologiyani gapiramiz endi. Ong ostini gapiramiz. Ong ostida variant qiz o'shani qildi hammasini. Kelyapti. Erkak kishi ong osti bilan tushunyaptiki, seksualniy signal olyapti. O'sha qiz bunga tayyor. Jalb qilyapti o'ziga. Ha. Demak, bunga men ataka qilishim mumkin. Ayollar o'ylaydi, men manipulyatsiya qilyapman deb. Ayol kishi hech manipulyatsiya qila olmaydi. Yeyman deb yedirib qo'yadi har doim. Это физиология. Управлять мужчиной, erkak kishini manipulyatsiya qila olmaydi ayol kishi. Qila olmaydi. Lab qo'yadimi, ko'krak o'stiradimi, figura qiladimi, boshqa operatsiya qilib yopti, qinni toraytirib yopti. Tem bo'ladi, eng tupoy narsa bu. Biz как specialistlar bunga qarshimiz, misol. Ginekologlar o'zini hurmat qilgan ginekologlar ham aytadi, bu noto'g'ri narsa. Nima talablama? Qinni toraytirish. Qinni toraytirish noto'g'ri narsa deyapti. Noto'g'ri. Bu qaysi talablama noto'g'ri narsa? Erkak kishini bu narsa chaqiryapti. Chaqirmaydi bu narsa. Talab bor-da, qilmasdi-ku talab bo'lmasa. Bu ayol kishini o'zini samotsenkasi tushib ketishdan. Operatsiyadan keyin yaxshi bo'lmaydi baribir. Хуже будет, но ginekolog buni maqtab ko'plari zo'r bo'ldi, ana temirni tiqib qo'yadi, temir ushlab turibdi. Erkak kishiga kerak emas bu narsa. Normalniy o'ziga ishongan erkak kishiga tor, qotib qolgan, chandiq bo'lib qolgan qin kerak emas. Qarang, mana marketolog talablama, как marketolog aytishi mumkin. Agar talab bo'lmaganda, talab bo'lmasa, taklif bo'lmasdi. Qarang, bu hech qachon qilinmagan-ku. Qachon talab ko'payib ketdi? Qachon marketing qo'yin bo'yicha ginekolog bilan ayol kishi maqtayapti o'sha narsani. Erkak kishi chiqdimi maqtab o'sha narsani? Nimaga bu narsa rivojlandi desimiz oldin bo'lmagan desiz? Chunki odamlar zerkivyapti. Odamlarga yengillik kerak. Qarang. Ko'krak hammada bor. Давайте вам еще глубже tushuntirib beraman. Ayol kishi nimaga o'shanga boradi? Mana ginekologga boradi, qinni toraytirishga nimaga boradi? Nimaga boradi? O'ziga ishonch yo'q. Bu dedi, demak, boshqasiga boryapti. Ayollar o'ylayaptiki, erkak kishi nima dedingiz? Mashula dedingizmi? Mashuqa. Mashuqa borishi qin deb bor. Qin deb bormaydi hech qachon erkak kishi. Qin bu oxirgi nima turgan narsa bu. Fiziologiyani so'rayapsiz-ku, fiziologiya bo'yicha seks uchun bormaydi. Qin bu yerda rol o'ynamaydi. Bu xotin o'ylayaptiki, meni qinim katta bo'lsa kerak. Qoniqtirmayotgan, вообще qin rol o'ynamaydi. Qin qanchalik keng bo'lsa, shuncha yaxshi erkakka. Nimaga? Bemalol ishini qila oladi, terlab. Chandiqqa 2 marta tiqqandan bo'shatib yuboradi, это kayf, это не kayf. Keyin undan keyin qin уже bu o'lik hisoblanadi. Это мертвый орган. U qinni uni ruchka tiqib qo'yib yoki bir narsa tiqib, nima foydasi bor uni? Bir narsa tiqadi, это не нужно вообще. Sog'lig'iga qanaqa ta'siri bor buni? Sog'lig'iga o'lib qoladi-ku, to'qimasi kuyadi-ku. Chandiq bo'lib qoladi bu. Тем более qin u plotniskiga aloqasi yo'q, u muskul javob beradi. Ko'rdingizmi? Bu marketing. O'shani biza populyarniy bo'lib ko'rsatyapti, ginekolog maqtayapti, ayol kishi zo'r qilyapti, temir ruchkasini tortib chiqara olmayapti. Ложное мнение chiqadi, что qin zo'r bo'ldi. Bunga erkak kira olmaydi ertaga. Ishni ham qila olmaydi. Aytayapman-ku, erkak kishiga qin kerak emas bu holatda. Erkak kishiga o'zining ishini qilish kerak, terlab ishini qilish kerak.
Iloji bo'lsa 1 soat, 1,5 soat hamma fizik ichidagi hamma gormonlarni chiqarib, ter bosguncha qilsa, удовлетворение bo'ladi. Bunda недосекс bo'lib qoladi. Tez bo'shashgandan keyin. Недосекс. Bu уже keyin yana psixologik taraflama ta'sir qilishni boshlaydi qaytanga. И dальше bulan tarixlarni hech kim ochmayapti-ku. Mana shuncha ayol qildi shuni. Nima bo'ldi o'sha ayollar bilan? Kim ochyapti? Ginekologiya bo'ladi, xirurglar ish qila olmaydi уже, всё. Chandiq. Siz maslahat bermaysiz. Yo'q, men maslahat bermayman unaqa narsalarni. Hozir reklama bo'lib turgan metodikalarni, metodikalar bor, foydali metodikalar bor. Mышцаlarni тренировка qiladigan, boshqa u fiziologiya. Lazerni bu ne fiziologichniy. Tashqi qanaqadir bu manipulyatsiyalar. Lekin qarang, mana agar soddalog'ini qaraydigan bo'lsak, ko'krak qo'yishni ham aytaylik. Mana erkak kishini bu narsa jalb qiladimi? Ha, jalb qiladi. Значит, ayol kishi o'ziga maqsad qo'ygan bo'lsa, erkak kishini ayol kishi ham baribir ham eng kuchli erkak kishini qidiradimi? Смотря o'sha ayol kishining maqsadiga qarab. Cel. Endi ko'krak qo'ydirayotgan bo'lsa, ovqatini yeyishmi, pulini olishmi, mashinasini olishmi, uyini olishmi? Qanday moliyaviy yaxshiroq, barqaror bo'lish, kuchliroq pozitsiya bo'lish, ko'proq sovg'alar olish, misol uchun. To'g'ri, beraman deb berdi, olaman deb berib qo'yadi ko'pincha ayollar shu narsani. Endi berib qo'ygandan keyin baribir ham, misol uchun o'zining xatosining ustidan ishlab, baribir ham harakat qiladi. Keyin agar ayol kishi o'shanga yo'l qo'ydimi, demak analiz ishlamaydi bu ayolda. Eng zo'r fiziologik sog'lom ayol bu tegilmagan ayol, jarroh tegilmagan. Ko'kraklar uncha rol o'ynamaydi erkak kishiga. Bunday qaraganda, pastelda. Ya'ni labi ko'rinmaydi qorong'i jarayon paytida do'sti. U o'sha aloqa paytida. Masofadan bu reklamный banner o'sha periodda, это флаг. Как рекламный баннер, да? Баннер, это баннер. Вот у меня губы, у меня глаза, я готова к сексу. Или я хочу секса. Erkak oladi, seksini beradi emasda, oladi erkak baribir. Garmonичный oilada erkak beradi, ayol beradi. Garmonичный. Ikkalasi ham berishga harakat, olishga emas. Ne garmonичный oilada ikkalasi ham olishga harakat qiladi. Ayol kishi o'zinikini olmoqchi bo'ladi, talab qiladi, erkak o'zinikini olmoqchi bo'ladi. Непонимание bo'lib qoladi. Bunda уже garmoniya buziladi. Shunda ayol kishining tabiiy holati, fiziologik taraflama hech qanaqa figurasi ham qiziqtirmaydi. Figurasi farqi yo'q, qanaqa figura bo'ladi. Fiziologiya to'g'ri bo'lsa bo'ldi. Fiziologическая кожа, terisi fiziologik toza bo'lishi kerak. Ustidan fiziologik hid kelish kerak. Parfyum uzoqdan, masofadan tortadi. Endi просто между нами kesib tashlash. O'zingiz личный hayotingizdan misol. Xotiningizdan qanaqa bir atir hidi kelsa yoqmaydi. Такой лёгкий шлейф. Agar anaqa bo'lsa, men o'zi anaqa приторный bo'lsa yoqmaydi. Я говорю, шлейф bo'ladi. Fiziologичный шлейф. O'shaning uchun ko'pincha женский atirlarda gul hidi, o'shaqa pastelniy hidlar ko'proq yoqadi. Xo'p, tabiiy o'zini hidi bo'lishi kerak o'zi. O'zini hidi bu sog'lom ko'rsatadi. Nimaga? Opять fiziologiyaga bizning ichki dunyomiz hididan biladi. Bu ayol kishi sog'lommi, kasalmi? Tagida turibdi reproduksiya. Tushuntira oldimmi? Yomon hid kelsa, organizmda deb, yo'q, bu brakованный ayol kishi, bu reproduksiya bo'lmaydi dedi. Unda уже fiziologiya уже животный instinkt bilan seks qilib chiqib ketadi, bo'ldi. Потому что задний ход bera olmaydi-ku. Уже boshlandi, protsessga kirildi. И ayollar keyin kutishadi. Что-то продолжения нет у романа. Qayerdan bo'ladi продолжение? Если ты воняешь. Потому что, да, если неприятно идет запах от тела. Или слишком приторный парфюм. Shunga keladik, ana nimalar bor-ku hozir, феромон духиlar, они не работают. Не работают. Не работают они. Любой аромат вызывает ассоциативные воспоминания. Nima qanday hodisalar bilan o'shandan kelib chiqadi. O'zi aromat bor, hech qanaqa ta'sir qilmaydi. Самый такой настоящий феромон bor, lekin uni искусственно qila olmaysiz. Это ovulyatsiya paytida chiqadigan hid ayol kishidan. Ovulyatsiya paytida o'sha hid chiqadi. Uni lekin seza olmaysiz, uni butilkaga sola olmaysiz. Unda da yoniga kelgan erkak kishi o'zini yo'qotib qo'yadi.
Oldin gap bo'lardi-ku, ichirib qo'ydi. O'zinikini deb. Shunaqa. Ko'rdingizmi? Oxirida reproduksiyaga yaraydimi, yaramaydi. O'sha ong ostidan keladi informatsiya. Ayol kishi ham xuddi shunaqa. Erkak bilan bo'lyaptimi? Qaraydi. Menga reproduksiyaga bo'ladimi, bo'lmaydimi? Ong ostini gapiryapman, ongi bilan emas. Ong har xil narsa bo'lishi mumkin. O'shandan kelib chiqadi, izmena deganlar ham hozir bu mifga chiqib, izmena yo'q narsa. Fiziologiya bo'yicha izmena yo'q. Fiziologiya bo'yicha yo'q. Yo'q. Ayol kishi ko'proq sperma yig'ishga harakat qiladi. Raznoобразный genli informatsiya kerak. O'shaning uchun unda nima qilmaydi hech qanaqa ugrizen совестdan bo'lmaydi. Izmenaga. Erkak kishi ham xuddi shunaqa. Ko'proq o'zidan nasl olish kerak. Tarqatish. Izmena qachon bo'ladi aytaymi? Agar siz o'zingizni kimgadir bag'ishlasangiz. Siz tarafdan. Mana siz o'zingizni xotiningizga bag'ishladingiz. Ya'ni psixologik taraflama. Da. Verniy sodiq oila shundan kelib chiqadi. O'zini bag'ishlasa. O'zingizni bag'ishlasangiz, beradi deganingizdek. Mana siz o'zingizni ham bersa ikki taraf. Siz berdingiz, bag'ishladingiz, siz sodiq bo'lasiz. Sizni majbur sodiq qila olmaydi hech kim. To'g'ri. Ayol ham xuddi shunaqa sizga o'zini bag'ishlasa, sodiqlikka o'zi javob beradi. Kontrol qilish kerak emas. Ishonish kerak demoqchimi? Ishonish kerak va o'sha ayol kishi bu siz tarafdan hech kontrol qila olmaysiz-da buni. Ayol kishi o'zi kontrol qiladi. Agar ayol kishi sezib turib sizga bag'ishladimi o'zini, xotirjam bo'lishingiz kerak, ayol kishi sizga sodiq bo'ladi. Agar sizga bag'ishlamadimi o'zini, ko'rinadi harakatdan ko'rinadi-ku. Demak, для неё u uchun qiymat bu narsa emas. U problema emas. Hech qanaqa. Bu holatda mana hozir er yurib ketishi, ayol yurib ketishi bu fiziologik taraflama norma. Bo'ldi. Boshqa odamlar yotish bu norma. Fiziologik taraflama norma. Psixologik taraflama o'zini bag'ishlaganda kelgan. Psixologik tarafdan shunaqa bo'ladi. O'zini bag'ishlaganda kelgan, men o'zimni shunga topshirdim, bu esa boshqa ketib qoldi deysiz. To'g'rimi? Lekin u o'z xohishi bilan topshiryapti-ku o'zini. Ha? O'zi javob beradi o'shanga. O'zi javob beradi. Bu более надежный. O'shandan verность o'shandan chiqadi. Izmena degani mana izmeняешь родине-da, vatanga xiyonat qildi deydi. Nimaga xiyonat qiladi? Siz bag'ishladingiz-ku vatanga o'zingizni. Siz majbur ushlab turgan yo'q hech kim. Agar sizni boshqa mamlakatga tashlasa, u mamlakatga qarshi nimadir qilsangiz, u mamlakatga ketib qolsangiz, u izmenaga kirmaydi. Mana o'zingiz bag'ishlamadingiz bu mamlakatga. Bizda ham xuddi shunaqa. Ustavga o'zingiz bag'ishlaysiz, o'zingiz javob berasiz. Dunyoviy taraf bilan qaraydigan bo'lsak, oila qurganda avtomat tarzda o'zini bag'ishlayaptimi? Kelishish kerak boshidan. Kelishib olish kerak. Ya'ni mana bag'ishladim mana orasida доверие bo'ladi ikkita odamda. Mana oila quryapti. Ha? To'y bo'ldi. Qachon bu o'zini bir-biriga qanaqadir bu verbal tarzda bag'ishlanadimi, emotsional tarzda bag'ishlaydimi bir-biriga? Buni tagida tarbiya turish kerak. O'shanga ota-ona tarbiya bo'ladi. Bu yana nima bir tonki bir nozik joyi bor-da. Biz qiz haqida gapirsak, qiz bola rivojlanish davomida, o'zini kichkina paytdan rivojlanish davomida o'z ko'zi bilan ko'rish kerak. O'zini bag'ishlash nima degan. Primer bo'lib onasi turadi bunga. Agar qiz ko'ryapti, onasi o'zini adasiga bag'ishlagan, oyog'ini kiydirib qo'yapti. Oyog'ini kiydirib qo'yapti, hurmatini qilyapti, choyini beryapti, sekin piyola mana qilib, sekin piyolani qilyapti, hurmat ko'ryaptimi? Qiz bolaga o'sha yoziladi. Bir marta onasi sarbiyanaga bir ko'rsatsin yo'lini, yozilib qoladi. Qiz bola qaytalaydi o'sha narsani. Shunaqa qilish mumkin ekan. Sodiqlik onadan, sodiqlik qiz ko'pincha chiqadi. Xo'p, bu mantiqan tushunarli. Erkak kishida bu narsa kam. Hozir kam. Erkak kishida-chi mana ayol aybi bilan hamma holatda xiyonat, faqat ayolida o'ziga xotirjamlik topolmayotganidan xiyonat bo'ladimi? Ya'ni bu savolni to'g'rilayman. Erkak kishini xiyonat qilishiga sababi nima? Birinchi. Asosi o'sha erkak kishi qilgan oilasidagi
o'ziga xotirjamlik topolmasligidan. Xo'p, bu asosiy. Bu birinchidan. Ikkinchidan, ko'pincha erkak bolalar oilani o'zi qurayotgani yo'q. Особенно bizani jamoada. Boshqa joyda sevgan qizi bor. Lekin uni boshqa qizga uylantirishyapti. Договоренность yo'q. U ichi bilan rozi emas. Подсознанием он не согласен. Соответственно, любой момент договор buzib yuboradi. O'sha boshqa ayolni bu xotirjamlikni ko'rganini, shu majburlab bo'lsa ham uylantirib qo'yishgan bo'lsa, shu ayolida shu xislatlarni rivojlantirsa bo'lmaydimi? Bo'ladi. Unga vaqt kerak, harakat qilish kerak, usiliya qilish kerak. То есть nimadir bir qilsa bo'ladi. Hamma narsani qilsa bo'ladi. Hamma narsani yo'li bor. Просто uni to'g'ri joy-joyiga qo'yish kerak. Uning uchun hamma ishtirok qiladi. Otasi, onasi, do'stlari, jamoa, televizor kelib turgan, kinofilmlar. Это вообще отдельная тема. O'zbek film это отдельная тема. Trend ko'rdingizmi anaqasini? Qaynatasini pomidor yeb qo'ygan kelinni? Shunaqa. Televidение bu eng zo'r instrument. Edi. В основе. Agar o'sha televideniyadan ideal oila film qilib bersa, qiz bolalarimiz yoshligidan o'shani televizordan ko'rsalar, o'sha narsa chiqadi ekan. Hozir televizor qarasak, kelin o'ynab yurgan, bolasi narkoman, otasi yurib ketgan, onasi qanaqadir bir anaqa vedьма degan starada. Bosh og'ri, kelin uyga keladi, uning уже stereotip есть. Qaynonam shunaqa bo'lsa kerak dedi. 100%. Киноиндустрия тоже потерянный variant. Просто qadriyatlar o'zgargani hisobiga boshqacha qadriyatlarni undirishyapti. Kinoindustriya zo'r narsada, agar to'g'ri qilsa uni. Mana shu jamoada ko'p defitsit chiqyapti bizda, yetishmovchilik. O'sha joyni televideniya zo'r qoplasa bo'ladi. Mana eski kinolarni qarasakda, eski, ba'zan nimaga men eski kino yaxshi ko'raman. Qadriyatlar ko'p. Da. Juda ko'p qadriyatlar. Nasihat bor. Nasihatlar bor, qadriyatlar, psixologlar ishlagan. Ular ideal holatni ko'rsatadi. Televideniya rost kerak emas ko'rsa, rost qilib yotdi atrofimizda. Ular ideal holat, o'ylab topilgan holat ko'rsatish kerak. Ha. Это как образец turish kerak. Intiladi o'shanga. Hozir internetda nima bor? Hammasi pravdomatku deydi-ku. Pravdomatka kerak emas. Kerak emas. Bunaqa ko'rinishda kerak emas desak bo'ladimi? Pravdomatkani chunki rost gapirish bu kerak aslida, lekin baribir ham norma, jamiyat norma deb qabul qilgan tushunchalar bor. O'shalarni ushlab turish uchun balki har doim ham to'g'ri gap, rost gap kerak emasdir, balki qanday sal ozgincha o'zgartirilgan. Televideniya такой как скальпель deb bizning sohamizda eng o'tkir skalpel desa bo'ladi televideniya. Endi televideniyaning o'rnini internet egallagan, internetda kontrol yo'q. Internetda полный hamma kontent xohlagan odam xohlagan kontent qo'yib yotibdi. Xo'p, ayol kishida ayol kishi uchun baxt nima? Erkak kishi uchun baxt nima? Ayol kishi uchun baxt bu именно eng katta baxt bu xavfsizlik. Безопасность. Bunga hamma narsa kiradi. Mana uyi bor, yonida odami bor. O'sha bunga xavfsizlik. Ayol kishi mana o'ljaku. Ayol kishi o'sha narsani sezadi har doim. Har doim sezadi. O'ljaligini sezadi har doim. Yonida eri bo'lsa, bo'ldi, men seni qo'rqyapman desa, anaqa boylik kerak emas ayol kishiga. Men normani gapiryapman. Normada xavfsizlik bo'lish kerak va onalik vazifasini bajarishga sharoit yaratib berish kerak. O'shanda ayol kishi tabiiy fiziologik baxt shundan kelib chiqadi. To tushuntirib berishga harakat qilaman. Yana detallari bor-da. Xavfsiz uyda, xavfsiz sharoitda bolasini tug'ib, xavfsiz holatda, skandalsiz o'sha bolasini emizib, katta bo'lishini ko'rayotgan o'sha ayol kishi eng baxtli hisoblanadi. Erkak uchun bu kerak emas. Realno. Erkak undan baxt siz olmaydi o'zini. Erkak kishiga nima kerak? Ko'chada ham yotaveradi,
10 ta ayoldan ham tug'diraveradi, u bola qanaqa o'syapti, u farq qilmaydi. Nima muhim unda? Erkak uchun baxt bu o'zini erkakligini ko'rsatish. To есть ayollarda ayolligini ko'rsatish. Erkaklar o'sha baxt, eng baxtli erkak degani nima deb tushuntirsam ekan? Erkakligini ayoliga ko'rsatish kerakmi yo atrofdagilarga ko'rsatish kerakmi? Boshqa erkaklarga ko'rsatish kerakmi? Atrofdagilar. Atrofiga hammasi kiradi. Ayol ham kiradi, onasi ham kiradi, otasi ham kiradi. Atrofdagilar hammasi kiradi. Bunda erkakligini ko'rsatish deganda boylik ham erkakligini ko'rsatish bitta достижение. То есть natijalar. Natija. Erkak natijasi bilan baxtli bo'ladi. Чисто спортивный инструмент. Ishida muvaffaqiyatli bo'lish. Ishda muvaffaqiyat bo'lish, gramota olish, premiya olish, o'sha dopamin kod chiqadi. Erkaklarda. Ayol kishida bunday narsa yo'q. Yo'q. Ayol kishida o'zini ko'rsatish, Ayol kishini o'zini agar o'sha defitsit bo'lsa, defitsit yopadi o'zini ko'rsatish bilan. Yoki o'sha ayol kishining yonidagi erkak kishi bunga berayotgan keraklik, xavfsizlikni bermasa, o'sha bu yoqda xususiyat o'zgarib ketadi ayolda. buzilishda boshlanadi. Buzilish, hormonal buzilish boshlanadi, ayol kishi erkaklik funksiyasini bajara boshlaydi. Bu holatda hozirgi agar qanaqadir bir xulosaga olib keladigan bo'lsak, mana hozirgi jamiyat, hozirgi bolalar deylik, yosh bolalar hamma telefonda, bu unaqa gapirib o'tiradigan mavzu emas, lekin ko'plar aytadiki, shunaqa tushuncha bor ham, bu hodisa bolalarning o'ziga ham xavfli. Ya'ni telefonni ko'p o'tirgandan keyin ko'z zreniyasi ketishi, nurlari ketishi bor, skolioz paydo bo'lishi bor, ko'p negativ taraflar. Lekin balki shu kelajak emasmikan? Balki shu keyingi 100 yilda norma emasmikan? O'sha telefonda o'tirishi, 100 yilda emas. Kamroq muloqot qilishi, modaga kirib qoldi, normaga kirdi bu. Bizlarning o'yimiz bo'yicha bu hali переходный период. Bunda qolib ketmaydi hali. Endi boshlanish. Yo'q, bu уже tugadi. Tugadi. Gadjetlarning vaqti tugayapti. Xo'p. Hozir уже anaqa boshqa уровень keladi hozir oldimizda. Sun'iy intellekt deymiz, VR yuqori texnologiya keladi. Xo'p. Shuni kutamiz. Aytmoqchimanki, o'sha telefonda o'tirgani bu vaqtinchalik period. Ya, nima keladi bilmayman hali. Yo'q, aytmoqchi bo'lgan narsam, bu holatda farzand hozir biz ko'rayotgan narsamiz, bu holatda bunga qanaqadir qarshi chiqish, telefonni olib qo'yish, neizbежность deydi-ku. Bundan qochib bo'lmaydi. Yo'q, neizbежность. O'shanga aytmoqchi bo'lgan narsam, bu narsani qabul qilgan xotirjamlik uyg'otarmikin? Yoki urish kerakmi? Harakat qilish kerakmi? Harakat qilish kerak. Bu degani o'z holiga qo'yib yuborish degani emas. Bu harakat qilish kerak baribir. Kontrol qilishga, cheklashga, usiliya chiqarish kerak baribir. Yo, yotib olasiz. Hozir so'z chiqdi, skuf bo'lib qoladi. Skufizatsiya. Yoki o'z ustida ishlaysiz. Sportga berilasiz. Telefonni как telefon ham qo'llanasiz. Endi yana kelib taqalib o'sha psixologiya kelib taqaldi. Psixologический помощь kerak. Maktablarda, korxonalarda, hamma joyda, ko'chalarda. Bu endi katta mavzuda, bu narsani tizimli ravishda globalniy narsalarni o'tirib, mana 15 minut ichida gaplashmoqchimiz. Yo'q, men aytmoqchi bo'lgan narsam, to'g'ri aytdingiz, lekin men aytgan, bu so'ramoqchi bo'lgan narsam, bunaqa o'zgarishlar, mana bolada o'zgarishni ko'pincha aytiladi-ku, bizning davrimizda bolalar ko'chaga chiqib o'ynardi, chunki men o'zim ham ko'chaga chiqib o'ynardim. Kompyuter o'ynardik, to'g'ri, lekin kompyuter ham bolalar bilan borib, yig'ilib borib o'ynardik-da, ko'chada. Kecha ertalabgacha o'tirib. Da, nochlarga qolib bo'lardi. Aytmoqchi bo'lgan narsa, mana hozir bolalar ko'chaga chiqmaganligini, u bilan kurashurib, men eshitganman, bir 50 emas.
80-yil bo'lsa necha yil bo'ladi? 45. 40-45 yil oldin shu etapdan Yaponiya o'tgan. O'sha paytda maqola keladi. Hamma telefon qarayapti, bolalar tarbiya buzilib ketdi. Hozir Yaponiya o'tib ketdi bu etapdan. Yaponiylar demografiyasi tushib boryapti. To'y, ya'ni oila qurish ko'rsatkichlari tushib boryapti. Erkak kishilar o'zi qolib ketyapti ko'plab va suitsid Faqat erkak emas, ayollar qolib ketgan. Suiqasd qilish Ayollar oshib boryapti. Ko'chaga yalang'och chiqyapti. Erkak chaqirish. Foydasi bo'lmayapti lekin. Foydasi yo'q. Потому что sun'izatsiya bo'lib ketdi hamma narsa. Sun'iy xotin bor. Uyda sun'iy gadjet bor. Gaplashishga Alisa bor. Xohlagan gapinga javob beradi. Ikkinchi marta qaytalamaydi. Boshingiz og'ritmaydi. Boshingiz og'ritmaydi. So'ravermaydi. O'ch desang o'chadi. Yon desang yonadi. Xotin kerak bo'lsa shkafda qo'yasan, yana shkafga bekitib qo'yasan. Bemalol uxlaysan kechasi. Bu nima deydi? Sivilizatsiyani neizbежный mantiqqa o'sha tarafga ketyapti-ku baribir. Ha, o'shanga ketadi. O'shanga ketishini endi bitta odam jamiyatga qarshi chiqish qiyin, lekin бесполезно, foydasi yo'q. O'zidan boshlash kerak. O'shaning uchun aytganimdek, hatto o'zingiz oilangizda boshlang o'sha narsani. Hech kim bilan ishingiz bo'lmasin. Atrofdagi hech kim bilan ishingiz bo'lmasin, oilangiz bilan boshlang. Sizga hozir eng muhim hozir xotiningiz, Xudo xolasa farzandlaringiz bo'ladi. Farzandlaringizda siz yangi jamoa qurib boshlaysiz. Ana siz O'zbekiston nechta? 30 millionmi? 33 million, 36 million. 30 deylik. 30 millionni 1% o'sha ishni qilsin. 1% o'sha ishni qilsin. Katta o'zgarishlar bo'ladi. Конечно, o'zgarish bo'ladi. Xo'p, bugungi suhbatimiz agar qanaqadir xulosa deymizmi yoki qanaqadir insightlarni chiqaradigan bo'lsak, erkak kishi uchun baxt bu o'zini ko'rsatish natijalari orqali. Tabiiy, bu fiziologik norma. Fiziologik norma. Ayol kishiga baxt bu nima? O'sha oilada ichidagi xavfsizlikda va o'zi ayollik fiziologik funksiyasini bajarishga imkoniyat bergan holat. Imkoniyat topgan holat. Ha, imkoniyat topgan. Xo'p, baxtli oila bu kechki payt to'shakda yotganida bir-biridan qo'rqmaslik, bir-biridan ochiq, ravon gaplashish va bir-biriga ishonish. Hamma bundan tashqari qinni toraytiradimi, katta ko'krak qiladimi? Bu kichik nima edi? Niskiy samotsenka nima edi? O'zini pastlashmi? Past baho berish. Past baho berishdan kelib chiqadi bu. Lekin shu holatda o'zida erkak kishi duxi bo'lish kerak. Lekin duxi bo'lsa, jamiyat taraflama qabul qilingan boy bo'lish, muvaffaqiyatli bo'lish ehtimoli pastroq bo'lar ekan. Ha. Testosteron to'g'risida gapirmayapmiz hozir. Qiziq. Xo'p, Rasul aka, endi qanaqadir xulosa qilganimizdan keyin nasihat qilish yoki maslahat berish bilasiz odamlarga. Yo'q, biza hozir umumiy просто gaplashmoqda. Da, bu suhbat. To'g'rimi, hali gapirimiz еще hech kim tasdiqlagan yo'q. Babka надо сказала hali. Da, biza o'zimizcha ikkimiz ora gaplashyapmiz. O'shancha tomanda qanday maslahat berish. Kimdir qo'shiladi, kimdir qarshi chiqadi. Har bir odamni, aytdim 30 million odamni 30 million fikr chiqadi. Fikri bor. Menga endi xulosa tarzida o'zimga qiziq bo'lgan narsa, siz hozirgi shaxsiy o'zingiz hayotingizda mana shu hozir aytgan narsalarda tushunchalardan kelib chiqib turib, o'zingizni baxtli hisoblaysizmi? Baxt degan narsa o'zi multi komponentli narsa. Yo'q, biz hozir sodda variantiga olib kelaylik. O'zini degan narsa, baxtli, baxt, sevgi degan narsa bu paydo bo'ladi, yo'qolib ketadi. O'tganchi narsa hammasi. Ha. 10 minut oldin men baxtli bo'lgan bo'lishim mumkin, hozir baxtsiz bo'lib qolishim mumkin. Tushuntira oldimmi? Tushuntira oldingiz, lekin bu momentli narsa, bu baxt deganda yo'q. Kecha sevib yurardim, bugun sevmay yuribman. Xo'p. Noto'g'ri просто savol sizda. В основе savol noto'g'ri. Siz baxtlimisiz degan
Какой момент? Tushundim. Nima demoqchi Misol, bo'ldingiz? men uyimga navaram kelsa baxtliman. Yo'q, ertalab ko'chaga uydan chiqib ketganda baxtlimisiz? Yo'q. Nimaga deganda, biz ovchimiz. Men ertalab ovga chiqaman. Emotsiya bo'lmaydi yerda. Ish tugatib uyga qaytayotganda baxtlimisiz? Ha. Nima deganda, o'zim bu g'orga kirdim. Xotirjamlikka. Darvoza yopildi. Aha. O'zingiz bo'sh qo'yib yuborasiz. Mana bu охотничий nimalarni tushirdingiz. Nimadir olib keldingiz. Uyga baxtli hisoblanasiz. Ощущение реализованности. Eng baxtli bo'lgan onni esla olasizmi? Ha, unaqalar Cho'qqisi. Unaqa ko'p bo'lgan. Misol bormi qaysidir oxirgilaridan? Nima ish qilganingizda, nima hodisadan Endi keyin? unda sразу esla olmaysiz, потому что эмоциональный ichida hamma gormonlar turadi ichida. Hamma o'lchagan. O'zi YouTube ga kirsangiz, счастье deganni, то есть baxtni formulasi bor o'zini. Voz bilan qo'yilgan. Всемирная организация здравоохранения. Счастливый человек degan bor. Nima kiradi o'shanga? Ayta olasizmi? Социальное благополучие, физическое здоровье, то есть социal jamoat. Ha. Birinchisi, значит, ya'ni ijtimoiy qanaqadir o'zingizni qanaqa yutuqlaringiz hisobidan bo'ladimi? Komfort. Ijtimoiy taraflama hamma sizga молодец deganidan. Yo'q, u emas. Komfort holatizda, sotsial Uyingiz bor? Sotsial komfort, uyingiz bor. Hop. Счетчик нормальный. Ovqatingiz bor. Qarz yo'q, kredit yo'q. Kredit, aha. Hamma narsa Bu birinchi ko'rsatkich. sog'lom. Lekin bu sotsialniy emas, bu hozir ko'proq moliyaviy ham bo'lyapti-da. Социальный finansiy. Bo'ldi, finansiy, moliyaviy taraflama hammasi yaxshi. Fiziologическое здоровье. Sog'liq hech qancha og'rimayapti. Hech qancha og'rimaydi. Даже invalidlar bor-ku, baxtsizligi o'zini bor. Baxtli o'zisi. Oyog'i yo'q, qo'li yo'q, baxtli. Nimaga? Og'rig'i yo'q. Xo'p. Tishingiz og'rimayapti, hech qancha og'rimayapti. Uchinchisi nima? Menimcha o'sha sotsialniga endi kiradi. Onangiz bor, bolalaringiz bor. Oila a'zolaringizni xursand bo'lganini ko'rsangiz, baxtli his qilasiz o'zingizni. Yaqin atrofidagi odamlar siz bo'ladimi? Agar Do'stlaringiz ham bo'lishi mumkinmi? yo'q, do'stlar unga kirmaydi. Ближайший kruг, Ближайший ota-ona, генетически связанный siz bilan. bog'liq bo'lish kerak. Aha. Irsiy siz bilan bog'langanlar, o'shalarni xursand bo'lganini ko'rsangiz, o'shalarni og'rig'i yo'q bo'lsa, ular kulsa, siz ham kulingiz keladi. Ularda qattiq og'risa, siz og'riq sezasiz. Nishasini sostoяние. To'g'ri. To'g'ri. Поэтому baxtli, baxtsiz degan narsalarni 2 soat gapirsa bo'ladi. U konkret retsept yo'q uni. Xo'p, Kimgadir bir narsa baxtli narsa, kimgadir o'sha nobaxt bo'ladi. Qarash ham har xil bo'ladi. to'g'ri. Endi bu to'g'ri. Yakuniy savol bo'ladi. Bu yerda hozirgi kungacha natija qilib oladigan bo'lsak, nima qanaqadir harakatdanmi, hodisadanmi, qarordanmi, balki afsuslanadigan narsa bormi? Afsuslanadigan. Nimaga buni so'rayotgan narsam, siz baribir ham endi vrachsiz-da. Ko'p narsaga xuddi barcha odamlarga o'xshab emotsional taraflama qaraysiz birinchi navbatda, lekin ratsional taraflama o'ylaysiz, to'g'rimi? Qanaqa natijaga olib keldi, nima qildi, analiz qilib, tahlil qilasiz-da. O'shaning uchun qanaqadir balki bo'lganmi, bo'lmaganmi hodisa afsuslanishingizdanmi? Bu ham bir narsada afsuslanishingiz mumkin, lekin o'ylab chiqsangiz afsuslanishi o'rni bo'lmay qoladi. Nima deganda, o'sha holatda, o'sha momentda mana shu qilgan harakatimiz eng to'g'ri hisoblanadi. 2-3 kundan keyin uni afsuslashingiz mumkin. Yana vaqt o'tgandan keyin aytasiz, o'sha payt to'g'ri qilgan ekanman. Поэтому конкретный afsuslanish ham o'ynaydigan narsa. Shu gapingizga afsuslanish uchun nimada afsuslanasiz? Реально kriminal qilsangiz afsuslanasiz. Xudo ko'rsatmasin uni. Biz qilmaganmiz.
Prosta chetdan qarayman. O'shanga afsuslansa bo'ladi deb o'ylayman. Kriminal bu afsus qiladigan narsa. Jinoiy ishlar. Jinoiy ishlar, jamoaga qarshi qiladigan ishlaring misol. Afsuslansa bo'ladi. Lekin men ularga hali vaqt bo'lmadi. Guvoh ham bo'lmadim. Vaqt ham bo'lmadi. Vaqt ham bo'lmadi. Rasul aka rahmat Qilgan ko'p. ishimizda обязательно o'sha qilayotgan ishimizga mas'uliyatni o'zimizga yuklab keyin qilish kerak. Shunda afsuslanmaysiz. Ma 100% qo'shilaman, chunki men ham o'zi har doim shunaqa deviz bilan shunaqa fikrlanishmanki, o'sha paytda aqlim yetgan, to'g'ri deb bilgan harakatni qildim. Chunki 2 kundan keyin natijasini bilasizda, qo'shimcha ma'lumot kirgan bo'ladi. Misol, afsuslanaman deb aytishim mumkin, biznes qilganlarim bordi. Ha, pul tikkaningiz. O'xshamagan hech qaysi. Pullar ketib qolgan, o'sha afsuslansam desam bo'ladi, lekin o'sha paytda, o'sha momentda nimagadir qildim-ku men shu ishni. O'sha payt to'g'ri deb bildingiz-ku o'sha. O'sha boshqa variant ko'rmagandirman. O'sha izdan yurdim. Nimadir qildik, odamlarni jalb qildik, ko'p odamlarni podvodit qildik-da. O'sha afsuslansak bo'lardi, lekin o'sha qilayotgan paytda ishonardik rezultatga. To'g'ri natijaligiga, to'g'ri harakatligiga. 100% garantiya bilan boshlagan ishlarimiz bo'lgan. Даже komanda решение bo'lgan. Odamlar o'tirib hammamiz birgalashib, правильный решение pul jalb qilganmiz, hammamiz yutqizganmiz. Kuyganmiz. Normallik kuyganmiz. O'sha afsuslansak bo'ladi. No tak. Bo'lar ish bo'ldi deysiz. Ozgincha o'zingizni пожалеть qilish uchun afsuslanib qo'yishingiz mumkin. mumkin. Чисто для самоудовлетворения. Просто bundan xulosa chiqarish kerak. Har holatda mana afsuslanadigan joyim baxtli bo'lib, xulosa chiqarib, o'sha xulosani olib turish kerak o'zimizda. To есть har doim o'tmishni eslash kerak emas. Xulosa chiqarish. Xulosani olib, konsentratni chiqarib, o'zingizda saqlab qo'yishingiz kerak. Keyingi safar qilishingiz mumkin xuddi shu ishni. Lekin sizda yana bir variant bor o'zi. Opit. Tajriba bor. O'sha tajribaga qarab turib, qanaqadir bir risklarini hisoblaysiz. Yana qilishingiz mumkin bu ishni qaytalab. Esa подумать, 3-marta qilyapti deydi. Нет, 3-marta o'zi tajriba boshqacharoq bo'ladi. O'zi любой bitta qanaqadir o'xshagan, natija bergan, muvaffaqiyatli bo'lgan ishi tagida aslida chuqurroq qarasangiz, bir 10 tacha o'xshamagan hodisalari bo'ladi. Har xil ko'rinishda bo'lgan bu narsa, oxiri akkumulyativ bo'lib, yig'ilib, yig'indisida sizda уже qanaqadir ko'rinadigan natija bo'ladi. O'sha paytda qiladigan ishimiz bizga qanaqadir qimmati bo'lgan, vaqt o'tgandan keyin o'sha narsa qimmat tushib ketadi-ku. O'sha бесценный bo'lib qoladi ish. Обесцененный ish bo'lgandan keyin afsus qilsa bo'ladi, afsus ekanman. Yoki gapirib qo'ygan gapingizdan afsuslanasiz. Keyin. Lekin o'sha paytda gapirdingiz-ku. O paytda emotsiyada gapirdingiz. O'sha paytda emotsiya, demak, emotsiya nimagadir o'sha sizni majbur qildi o'sha gapirishga. Kontrol qilmadingiz yoki nimada negizi bo'ldi o'sha. Kontrol bo'ladi har doim. Kontrol qilmadim degan bu yolg'on. Kontrol всегда бывает. Duxi bor-ku odam. Aytadi. Bilib etdim deydi. Bilib gapir. Duxi yo'q, qo'rqqan, ya'ni kontrolировал себя deydi. Bu yolg'on. Состояние affekta bo'lmaydi deysizmi? Yo'q, sostoяние affekta это криминал. Давайте криминалga aralashmaylik. U boshqa narsa. Это тяжелое психическое состояние. U affekt bor narsa, boshqa narsa. Men просто o'zimizda orada gapirib qo'ydim, xafa qilib qo'ydi o'z odamni-da. Ertasi afsuslandingiz, lekin o'sha paytda nimagadir provokatsiya bo'ldi o'sha gapirishga. Tagi bor-ku. То есть после пожара afsuslanish поздно. Yaxshi. Tak, keyingi Germaniyaga ketaman dedingiz. Ha, joyni ham yaqin kunda uchib ketyapman. Grant yutib oldik, yaxshigina chiroyli grant. Bunga 1 yil davomida intilganman. Mana yutug'im mana shu. Baxtli bo'lgan paytingiz. Ha, gapirmang. Eshitgan, viza olganim, o'sha moment zo'r bo'lgan. Vizani ochgan payt ощущение вот это счастье было. Serotonin, dopamin 2 tonna. Keyingi o'z planlar qanaqa? Men joyni ham so'rab ketay. Hozir hamma narsa o'zgaryapti, texnologiya o'zgaryapti. Agar omadim kelsa, o'sha Germaniyada yangi usullarni, yangi metodikalarni, hozir eng zamonaviy kerakli, trendda turgan narsalarni o'rganib kelsak, yana nimadir kelib turib, bu yerda o'rgatamiz boshqa shogirdlarimizga.
olib kelish, yangilik olib kelish. Soha taraflama hozir aslida o'zi faoliyatingiz nima? Nima yo'nalishda o'zi? Asosiy hozir eng katta soha bu bepushtlik. Bepushtlikda. Mana eng ko'p vaqtimni oladigan. Xo'p, agar sizlarga ham shu mavzular agar qiziq bo'lsa, albatta kommentariyada yozinglar. Savollarni yozinglar. Albatta nima mavzular qiziq bo'lsa, balki bunaqa katta podkast emas, balki qanaqadir qisqa variantda ham olsa bo'lardi. Buni o'ylaymiz, to'ldiramiz. Nimaga? Chunki bizning savol bor podkastimizda aslida maqsad mutaxassislar bilan suhbat qilish. Har xil sohadagi mutaxassislar bilan suhbat qilish, ularning fikrini olish, не заинтересованы. Sotish emasda mahsulotini, o'zini emas, reklamni emas. Da. Oddiy bir трезвый fikrlar bilan. Rostiga o'sha mutaxassis bilan gaplashish, rostiga mutaxassis bilan gaplashish, savollarni berish, qanaqadir o'ziga kerak bo'lgan narsalarni bilib olish, balki odamlarga ham qiziq bo'ladigan narsalardan so'rab olish bo'ladi. O'shaning uchun o'rtoqlar, ko'rsatuvimiz o'z yakuniga yaqinlashib qoldi. Rasul aka, sizga kattakon rahmat. Ikkinchi marta vaqtingizni ayamasdan kelganingiz uchun, bizani boshidan hammasidan to'g'ri chiroyli qolganimiz uchun, kutib turganingiz uchun, sizni ishlaringizda avvalambor omad tilayman. Katta yutuqlarni tilayman, ko'proq baxtli bo'lishingizni tilayman. Rahmat. Va prosta odamiylik minnatdorligimni bildiraman. Vaqt ajratib suhbat qilganim uchun. Chunki men ko'p holatlarda aynan lubo odamga o'xshab tahlil qilishni biladigan, ongi yuqoriroq bo'lgan, dunyoqarashi kengroq bo'lgan odam bilan suhbat qilsangiz, men shaxsan maza qilaman. Mana maza qildim siz bilan gaplashib. Rahmat kattakon. Xudo xolasa balki yana kattaroq variantda ham kichkinaroq variantlarda endi ko'rishib turib, savollarni qiziq savollarni albatta yuborsanglar. Savollar berishsa, keyin yana taklif qilganim Instagramni saralash kerak. Sarala har narsani ko'rib ishonaverish kerak emas. Instagram, YouTube. O'sha joyda bir qanaqadir sizlarga bir dolzarb deydimi? Dolzarb tema chiqib qolsa, lekin sizga tashqi bir fikr qiziqtirib qolsa, o'sha temani ko'tarsak, o'sha temani biza chachib tashlaymiz na детали. Да. Может это правильно, может это неправильно, оценка berib, вместе. Chunki savollar bor, aytdilar, men prosta ko'rsatuv davomida bu narsani ko'tarmadim. Sabab bor edi ko'tarmaslik, lekin jinsiy olatni protez qo'yish, ya'ni hozir juda modda bo'lyapti hamma joyda. Mana shu narsa bilan shug'ullanish ehtiyot bo'lish kerak, juda ehtiyot bo'lish kerak. Jinsiy olat bilan o'ynashib bo'lmaydi. Bu narsani men taklif qilaman, bu narsani hozir gapirmaslikni. O'shaning uchun men bu narsani qoldirdim aslida. Buni odamlarga rostdan qiziq bo'lsa, jinsiy olatda protez qilish. Germaniyaga ketayotganim temasi ham bittasi shu. Bo'ldi, Germaniyadan kelganingizda odamlarga bu narsa qiziq bo'lsa, professional tarzda mutaxassislar qanaqa bu narsaga qarayotganini albatta bo'lishga bizlar bilan majbur bo'lasiz keyin. Rahmat kattakon sizga. Albatta o'rtoqlar, bu ko'rsatuvimizga like, kommentariyada sizlarga nima qiziq bo'lsa yozinglar. Qaysi joy to'g'ri, qaysi joy yomon, nimadir kuchaytirishimiz, nimadir kamroq, ko'proq qilishimiz kerak. Sizlarga qiziqroq bo'lishi uchun nima yana qo'shaylik, kimlarni chaqiraylik, albatta yozinglar. Rasul akamlarga savolinglar bo'lsa, albatta kommentariyada yozinglar. Instagram, Telegram, YouTube hammasini tarmoqlarni ochib tayyorlab qo'yganmiz. Bizani qo'llab-quvvatlanglar. Xudo xolasa bundan buyog'iga bundan ham kuchliroq, bundan ham qiziqroq, bundan ham dolzarbroq mavzularni kuchli mutaxassislar bilan muhokama qilamiz. Hammaga rahmat. Ko'rishguncha. Bitta reklama qilsam bo'ladimi? Reklama qanaqa degan? Объявление. Keyin o'zingiz bir to'g'lab kesib yuborasiz-da. Bu yoqqa. Mana hozir biz hozir yana bitta harakat boshladik o'zimizni institut tarafdan. O'zbekistonda seksolog, seksopatolog mutaxassislarni assotsiatsiyasini yig'ib olamiz. O'shanga kim mana hozir ko'rib qolsa, kim tanisa seksologlarni yoki o'zi seksolog bo'lib, seksopatolog, bunga faqat vrach emas, seksologiya bilan shug'ullanadigan mutaxassislarni hammasini jamoasini yig'ib olamiz. O'shanga taklif qilaman. Birgalik bu kuch.
o'sha mutaxassis seksolog Kuch birlikda. kuch birlikda va birgalik ham kuch bo'ladi. Har bitta seksolog alohida o'zi bo'lib qolsa, один в поле не воин dedi. O'sha mana shu taklif qilaman, agar kontaktga chiqsalar, o'sha jamoaga biz ham kiritib, xudo xolasa kuchli bir professionalniy, gрамотный mutaxassislar yig'ilishadi. Albatta bu xabar bo'yicha ham qiziqqanlar bo'lsa kommentariyada yozinglar, kontaktinglarni qoldinglar, hammasini Rasulga jo'natib qo'yamiz. O'zlari shaxsan sizlar bilan keyin